Bugun mani podkastim o'zbek tilida bo'ladi. Har doim ko'chadagi o'g'il bolalar urib kelganman, uni onasi, buvisi jalba qilib kelardi buvimga. Polniy venani qanaqadir kesadi, o'shani tomirini Uni men ko'rib yotganman. Живойdami? Yaqinlarim, o'rtoqlarim, yoru birodar o'zi umuman kim qo'ni qo'shni ular sartarofiga borishdi. Morglarga ham kirdingizmi? Morgga qo'yishmagan bizdan. Qo'ysa kirardim. Chulkada boylashgan, operatsiya qon, hamma yo'q, zombiga o'xshab yurishibdi. Nima deb o'ylaysiz? Pul, baxt keltira oladimi? Ahmoqligimiz o'zi shunaqa payt hech kimdan yordam kutish kerak emas ekanda. Hozir siz o'zingizni baxtli inson deb ko'ryapsizmi? Qanchalik noto'g'ri bo'lsa ham, men o'sha payt o'zim boshqara olmaganman. Qizimni alamlab qo'yardim. Mana to'g'risini ayting, qaynona bilan yashash qiyinmi? Mana hozir qanchalik noto'g'ri, mana hozir aytaman, to'g'risini даже arqon olib o'zim osmoqchi bo'lgan kunlarim ham bo'lgan. Hatto bir marta hayotingizda ajrashaman deb o'ylaganmidingiz? Baribir maktabga kelgan o'rtoqlarimdan havas qilib adasi bilan keldim. Otalarim majlisida deb qolishidan qo'rqardim-da. Kimga olib boraman, qanaqa? Hojja akam bildirmadilar. O'zi sizdan baxtliroq odam hech qachon siz bilan ishi yo'q, ishi bo'lmaydi. O'zini hayoti bilan ovora bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Go'zal. Men live bloger. Bugun meni podkastim o'zbek tilida bo'ladi. O'shaning uchun xatolar bo'lsa, qattiq baholar bermanglar. Bugungi meni mehmonim 5 ta farzandning qahramon onasi, tadbirkor, noldan ko'tarilgan ayol Yusupova Dilnora. Xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum sizga ham. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, xudo Kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo darajada. Даже siz chaqirganingizda kechasi menga uyqu ham kelmadi. Lekin ko'rinishingiz yaxshi, juda ham. Rahmat, sizniki ham chiroyli. Rahmat. Yoshingiz nechida? Dilnora bering ozgina. Men yoshim 31 da. 94-yilman. Toshkent shahrida tug'ilganman. Ozgina bolaligingiz haqida qisqacha ma'lumot bering. Qanaqa oilada o'sgansiz? Shu yerda kesib tashlaysizlarmi? Bolaligimni meni hozir aldasam, yoshlikdan katta bo'lganlar meni kuzatsa, bilib qolishadi aldaganim. Juda ham bir yoshi to'polonchi. Hozirgi Dilnora vashi boshqa odam, o'sha katta bo'lib sal o'sha quyildimmi? Juda ham to'polonchi, urushqoq. Endi men bilmayman, otasi o'sgan uchunmi, juda bir alamzada katta bo'lganman. Vechni menga kimdir aybdor bo'lgan. Har doim ko'chadagi o'g'il bolalar urib kelganman, uni onasi, buvisi jalba qilib kelardi buvimga. Mana shunaqa salkam o'g'il bola. Baqvatmidingiz? Yo'q, baqvat emas, udarim kuchli edi. Hozir o'g'il bola. Endi hozir ham hozir hech kim urmayapti. Kimdir urib ko'rsam bilaman. Yo'q, hozir ham anaqaman-ku, urushgacha bormayman, o'sha ana quyilib qoldi-ku, katta bo'l, lekin yoshligim juda bir hamma pashti mendan kalta yerdi. Dod deyishardi, uyimda buvim bilan yashardik, onam-onalari kelishardi buvimga jalba qilib. Bolasini qo'li ko'kargan, u o'sha sudrabga qanaqa bu nevarangiz? Strogi oilada o'sganmidingiz? Yo'q. Men eng kichkinasi bo'lganimcha erkatoyroq bo'lganman. O'shaning uchun menga hamma narsa vo'lya deb. Nechta farzandsizlar? 3 ta. 3 ta qizmi? Yo'q, bitta akam, bitta opam, 2 ta qiz, bitta o'g'il. Oxirgisi menman. Siz erkatoy qiz bo'lgansiz-a? Shunaqa erkatoy. Menga uncha gap ta'sir qilmasdi. O'zimga olmasdim. Hop derdim, ertasi kun birga ishimni qilib ketardim. Shuning uchun sal kuchliga yetmay. Babu buvimni qo'llarida katta bo'lganman, nasihatlarni eshitib, qilib katta bo'lganman. Necha yoshda turmushga chiqdingiz? 19. Sovchilik orqalimi yoki sevgi muhabbat bilanmi? Yo'q, sevgi muhabbat emas. Men sevib qolishga ham qo'rqishardim menimcha. Opam turmushga chiqqanlar, ular sevishib, keyin ular endi har bitta farzandli bo'lganlarda, yo oyoqlari gips bo'lganda meni uylariga yordamga chaqirardilar, uborkaga qarashishga. O'shanda borib uborka qilib yurganimda qaynonalari meni yoqtirib qolgan, chaqqon ekan, ish toza ekan deb mana shunaqa qilib o'zlarini o'sirlariga meni tilgat qilganlar. O'sirlar men qaynonam. Biz aka-ukalarga opa-singil kelin bo'lib tushganmiz, ikkalamiz erlarimiz amaki-ochcha. Shunaqa orqali men erli bo'lganman. Opamning qaynonasi. Opangiz bilan ora necha yosh?
89-yilda, men 94man. 5 5 yosh. Ular boshqa olam, men boshqa. Uchalamiz 3 xil dunyo lekin. Hatto bitta ona, bitta ota o'stirgansizlar. Da, bitta ota-ona. Necha yoshingizda siz otasiz qoldingiz? 7. 7 yoshingizda. Sinf edim. Buni ozgina keyinroq anaqa qilamiz-da. Qayerda o'qigansiz, aytib bermadingiz-da? Qaysi maktablarda? Ruschami, o'zbekchami? Yo'q, o'zbekcha. Menga ruscha maktab menimcha emas, o'zbekcha maktabda to'polonchi edim, ruschada bilmadim, nima bo'lib ketardim. O'zbekcha maktabda o'qiganman, Do'mbirovda katta bo'lganman. Chilonzordami? Da, Chilonzorda. 131-maktabda o'qiganman. Keyin o'tda bitirganman. Birinchi soham milliy va Yevropa taomlari oshpazligi. Oshpazlikka kirganman. O'tda bitirdim. Keyin o'tda bitirishim bilan o'zi erga tegib ketdim. Keyin erim ishlatmadilar, uyda olib o'tirdilar. Lekin xohishingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Juda. Chunki men erga tegmasimdan oldin ham ko'chada anaqa yurgan qiz bo'lganman-da, ishlab, o'qib. Erga tegib shart uyda o'tirib qoldim, menga yomon anaqa psixologik travma bo'ldi. Juda o'rganishim qiyin bo'ldi. Shuning uchun erim uydagilarga moslashib ketishim meni qiyin bo'lgan juda ham. Endi albatta 4 devor bekitadi, lekin juda hatto bir kunda bir marta ko'cha chiqib kelmasam bo'lmasdi-da, menda jini bo'lib qolaydi. Shuning uchun men u oilaga tushguncha ancha yillar, даже 10 yillab ham vaqt ketdi desa bo'laman. Mana endi 12-13 yil bo'lyapti. Endi bir-birimizni tushunib, o'shacha bir-birimizni shundoq qabul qilishni boshladik. O shunaqa bo'lishi kerak-da, o'sha. Boshqa привычка ham bo'ldi. O'shanda baxtli yashaysiz-da. O'sha ular menga, men ularga o'rgandim. Endi 5 ta bolani onasi qanaqa bu, qiyinmi? 5 ta farzand. O'zim farzandim ko'p bo'lishini kichkinalikdan orzu qilardim. Turmushga chiqsam, meni xo'jayinim ham shunaqa, bu anaqamiz bitta joydan chiqqan fikrimiz. Ko'p tag'in ham sog'lig'im ko'tarmay 10 ta qilmoqchi edim. Seriozmi? Har bitta bolali bo'lganimda o'sha meni sog'lig'im bunaqa qiyinlashib borurdi-da. O'sha menga zapret tushirdi o'sha tug'ishimga qarshi. Hali ham bo'lsa. O'zi siz естественно tug'dingizmi? O'zingiz tug'dingizmi? Ikkitami o'zim tug'ganman, 3-chimdan Kesarova. 3-dan Kesarova, o'shanda 3, 4, 5 Kesarova bo'lgan. Уже всё mumkin emas-da, zapretda bo'ladi endi. Endi 3 ta говорят, что faqat 3 ta Kesarova mumkin deb. Endi u sog'lig'ingiz o'zingizga xavfliroq bo'lib qoladi-da. Yana Ora qancha bo'lgan sizlarda? Bolalarimi? 2,5, 2,5. 3-chim bilan 4-chim 1,5. Yana 4-chi va 5-chim 2,5. Orasida bittasi sal yaqinroq qo'yadi, avtomatik hammasi 2,5. Hozir kichkinam o'g'il bola endi 1,5 yosh bo'ldi. 1,5 yosh. Sizda 4 ta qiz, bitta o'g'ilmi? 4 ta qiz. Plan bajardingiz-a? Sal chalaroq. O'g'limni 2 ta qilishim kerak. Agar keyin aynib qolmasam, paka shunaqa niyatim bor, xudo xolasa. Sal unaqa lecheniya olib o'zimga kelib, sal kattaroq bo'lganda, o'g'lim kattaroq bo'lsa. Nagruska anaqa pochkaga bermaydimi? Hech narsa bo'lmaydimi sizda? Pochkaga emas, menda varikoz bilan muammo bo'ladi. Har unaqa farzand ko'payganda u varikoz bab o'ynaydi, chiqib ketadigan narsa, lekin men Akfamedline'da operatsiya qilganimdan keyin ancha bab qaratishingiz kerak-da o'zingizga. Yaxshi kuchli doktorlarga borib, erinmasdan oxirigacha lecheniyalarni chalab. Getra ham kiyish kerak. Chulkalari bor. Uni qatnaysiz u doktorga. Ukollari bor. Operatsiyadan keyin ham menga o'sha tug'magin degan, tug'ish mumkin emas degan. O'zi xo'p deganman, babir. Bab tug'iga o'zi tug'ish uchun operatsiya qildirganman-da. Men o'sha oyog'im oxiri отказ berdi. Oyog'imdan chiqib ketardi varikoz. Keyin yana tug'ishim kerak deb Akfamedline borib operatsiya qildirganman-da. Yana tug'aman debdi. Uni doktorga aytmagan. O'sha polniy venani qanaqadir kesadi, o'shani tomirini uni men ko'rib yotganman. Ujasini. Живойдami? Men bundoq bekitib qo'yishgan, oyog'ini bilib ko'rib yotganman hammasini. Periduralka qilishganmi? Da, periduralka qilishgan. Hammasini bilib, uni qo'rqinchlik hech qanday uxlab chiqasiz. O'sha hech qo'yib. O'shasining operatsiyasi bo'lgan.
Да. No, lekin ertasi kuni Уже yugurib сразу chiqib ketganman. turib olasa? Hmm. Voy, вообще zo'r-ku. Men Akfamedline doktorlarga o'shanda tan berganman, sosulisniy xirurglarga. Chunki men boshqa joylarni ham ungacha surishtirganman. Hech kim ertasi kuni yugurib chiqib ketasanmi menga javob bermagan. O'sha yerda olib qolishgan. И действительно siz shunaqa yugurib Voy, keldingizmi? даже yugurib ketdim. Da? Hech narsa Bo'lmaganda. manda qo'z operatsiya bo'lmagan. Operatsiya kuni kelib, mesestralar palatada yurg'ishib, men isterika qilib, "Voy, men operatsiya bo'lgan, menga tegmanglar." "Yo'q, turing, yuring" deyishgan. Hacham bunda qon ham chiqmagan menda. Men shu ko'chib qo'ydim, Akfamedline bab nomer 1 ekan deganman keyin. Chunki men после boshqa joylarni ham qiziqqanimda, chulka deb o'ylashgan, operatsiya qon hamma yo'qqa zombiga o'xshab yurishibdi. Endi taningiz ham yaxshi deb, masalan bir xilla просто qo'lini kesadi, bitmaydi, sizda видать o'zingizda yaxshi. Balkim. Men bilmadim endi nima. Siz anaqa baxtingiz. To'g'ri. Qanday qilib tadbirkor bo'ldingiz? Qachondan beri? O'zi men erga teganimdan keyin uyda o'tirganman, aytdim buni tadbirkor bo'lib ketishim xayolimda ham yo'q edi. Bizada travma ozgina anaqa bo'ldi, bankrot bo'ldi erim. O'zi erim tegida biznesmen bo'lganlar. Men xayolim keltirmasim, ishlayman, biznesmen bo'laman deb men aytdim, uyda o'tira olmasdim. Oylik kurslarda bitta Arabayevning rassomlik kurslarida, Hayitovalarning simala art kurslarida shuni o'qib, qilib yurardim. Psixologiyasiga, pravaga, unga bunga mana shunaqa qilib faqat o'qib yurardim-da. Men xayolim kelmagan, shtobi keyinchalik biznesmen bo'lib ketaman deb. Hayot majbur qilib qo'ydi. Orada erim ozgina minusga kirib qoldik, bankrot bo'ldik. O'shanda men jangga chiqishga majbur bo'ldim. Shu motivatsiya berdi sizga. Motivatsiya qanaqa? Mencha motivatsiya u bermadi. Meni o'sha payt yonimizda bo'lgan atrofdagi odamlarimiz motivatsiya qanaqa? Allohga shukr qilaman, o'sha payt ular yo'q bo'lib qolishdi. Ishonasizmi? O'sha paytda eslasam, men haligacha o'sha payt sartarafga qo'yib oldim. Kim kerak emas hayotimizda. Yaqinlaringiz do'stmi? Hamma, yaqinlarim, o'rtoqlarim, yoru birodar, o'zi umuman kim qo'ni qo'shni ular sartarafga qo'yib olishdi. O'sha payt yon atrofingizda hech kim qolmas ekanda. Siz mana erga teganingizda, siz aytasiz, men milliy taomlarda o'qiganman, to'g'rimi? Oshpazlikka. O'shanda siz masalan uyda nimadir pishirib sotmaganmidingiz? Yo'q. Unaqa narsa qilmagansiz. Men kichkina bolachalarni yaxshi ko'rganman. Faqat disk plashatkada nyankalik qilardim, qizlik paytimda. Bog'chalarda unaqa nyankalik qilardim, bolachalar bilan ishlash uchun. Men qozon o'choq bilan bolalarni yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman. O'shaning uchun bilan ko'p bolali bo'lsam kerak. Yaxshi ko'raman bolalarni. Hali ham bo'lsamda kichkina bolalarni ko'rib, xuddi bolasi yo'liga o'xshab, anaqa xursand bo'lib ketaman. Yaxshi ko'raman bolalarni. Magazinimga ham kichkina bolachalar kiradi, xursand bo'lib ketaman. Yaxshi ko'raman bolalarni. Sizda hozir o'zingizda katta magaziningiz bormi? Magazincha katta emas, magazinim bor. Da? O'zimning shaxsiy magazinim bor. Yaxshi. Sredstva, mo'yshe sredstva. Sredstvada. Ozgina aytib bering, qanaqa sizda sredstva, nimalar bor? Shu uy uchun parashoklar, mo'yshe sredstvalar. Все для дома, да? Да. Уход, hamma narsa. Shunaqa. Bir olib keluvdingiz, anaqa men sizdan zakaz qilib, da, rosa zo'r ekan. Yaxshi. Parashoklar har xil, ham сухой, ham kapsulali, вообще zo'r. Da, специальный oq kiyimga, qoraga, o'shalar вообще zo'r. Uni joy-joyiga ishlasangiz effekti zo'r bo'ladi. Endi bir xillaja tushunmaydi, o'qimasdan ishlatadi, tak joy-joyiga ishlasangiz. O'zimiz olib keltirgan narsani birinchi o'zim ishlataman. Menga yoqsa o'sha narsa sinab, uni meni klientlarim bilishadi. Meni o'zimga yoqsa, sinovdan yaxshi bo'lsa sotuvga qo'yim, prodajaga. Voy, pulimni yechib olishim kerak, tapir-tupur sotib tashlayvermayman. Menga yoqmadi, bo'ldi, o'z skladda yotsin. Siz asosiy qayerdan sotasiz? Masalan, Instagrammi yoki Telegrammi? Yoki prosta qo'shnilardan, odamlardan masalan? Boshlanish shunaqa bo'lgan. Boshlanishi aytdim, ozgina depressiyaga tushib qoldik, yon-berimizda hech kim qolmadi. Bizani o'zi ahmoqligimiz, o'zi shunaqa payt hech kimdan yordam kutish kerak emas ekanda. Biz endi anaqa bo'lganiga o'zingizga o'zingiz nima qilmasangiz boshqalar, o'sha должен emas boshqalar. O'shani men keyin o'zimga o'zim aytdim, должен emas hech kim. O'shanda qachon tushunib yetsangiz, bo'ldi, o'zim uchun o'zim harakat qilishim kerak. Meni haqqim yo'q.
bankrot bo'lishga 5 ta bolamni kam ko'zsiz katta qilishimiz kerak. Er xotin bir-birimizga oldiniga rosa yomon bo'ldik. Oldiniga uyda kakani chuqurligiga tushib ketgandek, uydan chiqa olmay, depressiyaga tushib, hech narsa yoqmay, keyin davay turing bunaqa o'tirsa bo'lmaydi. Endi baribir erkak kishiga ham ayol kishining motivatsiyasi kerak bo'ladi. Men kuchli erkakga ham baribir orqasida ayol kishi bo'ladi. Qarasam uyda to'la mol, уже anaqa o'shalardan hech yo'q emas, nolda emasmiz. Hatto shuni tortib ketamiz deb uydagi mollarni ozgina sotib, bu qilib, u molni unaqa hech kim tanimas, unaqa trendiy mol emas edi, tanitganman. Hammasini ishlab ko'rsatib, reklama qilib, bitta u klientlarim bittalab ushab olib qolish o'zi bo'lmagan. Rosa bizani katta sprinter mashinamiz bo'lardi. Yig'lab, siqtab, depressiyaga tushishdan foyda yo'q. Turing deganman. Keyin guruh ochganman. Telegramdan. Telegramdan guruh ochganman. Men Instagram hech zo'r bilmasdim u paytda. Faqat Telegramdan ochganman. Qo'ni-qo'shnilarim, qarindosh-urug'larim hammasi bir-birini qo'shgan. Keyin uyma-uy yurib sotganmiz. Katta sprinterda skidkalar qilganmiz, qiziqtirish uchun oldiniga. Hatto molimizni zarariga sotganmiz. Boshida. Klient o'rgatib, ozgina tanitib olish uchun molimiz. Endi babotni yig'lab siqtab o'tirgan bilan uyda mollarni ham so'rab o'tadi. Bolalarga non puli yo'q, bir nima qilish kerak. Hatto bolalarim platniy maktabga boradi, ertaga sentyabr kerak, o'sha keyinini o'ylayapman, qo'rqib ketyapman. Keyin turing dedim. Guruh ochdim, bu qildim. O'shandan biz noldan emas, даже minusdan ko'tarilganmiz. Даже yashayotgan uyimizda ketib qoladigan. Даже o'sha ham garovga qo'yilgan, o'sha ham ko'chada qoladiganmiz. Mana hozir bekitmasdan hamma narsani aytaman deb keldim. Shtob agar meni etapimga endi tushganlar bo'lsa, ozgina bo'lsa ham motivatsiya olsin. Hech narsa vechna emas-da. Men shu kundan chiqib ketaman deb o'ylamaganman. Hech qayerda garantiya yo'q. Bolalaringiz uchun hamma narsa qilishga rozi bo'lar ekansiz. Mana shu bolalarim men turg'izdi. Agar hatto bolalar bo'lmasda, nima bo'lsa, balkim yotardim. Men birinchi bolalaringiz ko'z oldingizga kelar ekanda, ertaga bular nima qiladi? Birovdan kam qilmasin deb, keyin oyoqqa turishga. Hamma bolalaringiz частный maktabda o'qiydimi? Частный bog'chalarda? Частныйda o'qigan, o'sha payt, o'sha unaqa bo'lmasimizdan oldin, lekin bolalarimni bitta bog'chaga joylab olguncha menda ko'nglimda bo'lmaydi. U частныйga olganman, nimadir yoqmasdi. Bu частныйda olganman, hozir endi u частныйlar otini aytmayman. Boshqalarning pijamasini kiyib kelardi. Hatto kichkinalarim sip qo'ysa, ishtonsiz kelardi. Chanqasa suv ber, shunaqa частныйlar bor. Частныйlar hammasi ham zo'r bo'lmas ekan. Mana endi aytaman, частныйlar hammasi zo'r bo'lmas. Keyin o'zini hozir bolalarim bog'chasi oddiy bog'cha, bog'cha pula juda ham zo'r. U joyda emas ekanda, значит, o'sha payt bog'chasini oldida dod derdi bolalarim. Kirmayman derdi. Hozir ertalab bizani uyg'otishadi, turinglar, men bog'chaga olib boraylar. Bog'cha pularida ham katta gapda. Men ham o'zim ham mana aytdim, qizlik paytim bog'cha pul bo'lganman. Baribir bola mehr olgan joyga talpinadi. Ular как положено oyligini olish uchun ishlaydimi deb o'yladim keyin. Bolalaringiz дружныйmi? Juda. Da? Juda ham bir-birini o'ylab qo'yadi. Lekin bir qaras ikkinchi jahon urushi bo'ladi uyimizda, bir kelib qoladi, narsa talashishadi. Bizanikida 4 ta bir xil narsa olib bersam, xo'j qizlarim bor, bitta narsasidan topishadi-da, ayb. Bab uniki uzroq, meniki kaltaroq, unikini mamtida guli bor ekan, xo'j bir xil narsadan ayb topishadi-da. Endi boladek hali. Еще men tushundim, что mana bolalarim endi ora katta-ku. Utta уже xarakter bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Sizda hozir kam-ku, сказать, ora. Yo'q. O'shaning uchun ular ahil, наверное, da? Yo'q, ahil. 5 talasini xarakteri 5 xil. Men ular har bittasiga tushishga harakat qilaman, oxiri men ham unaqa bo'lib qolaman. Nervni bo'lib, lekin 5 tasini harakat. Mana katta qizim, Parizoda o'yinchini qizlarini kuzataman, xuddi meni ikkita qizim kattasi. Kichkinasi sho'xroq, kattasi spokойный-da. Kattam shunaqa. Sal narsa tiyib qoladi. Xarakteri yumshoq tabiatan, chunki men uni o'zim ham shunaqa qilib qo'yganman. O'zimni ayblayman u narsada. Ikkinchim erkin fikrini bildira oladi. U hamma narsa menga mojna, men o'zim yoshim, hamma narsa menga mojna deydi. Lekin jamanchalik sho'x emas, lekin tars. Men o'shandaligicha qolishini xohlayman qizim, chunki hammaga udobniy bo'lib yashashini xohlamayman. Kattam shunaqa. Agar katta bo'lguncha Xudo xolasa, u qizni o'zgartira olsam, u hammaga udobniy. Unaqasi ham bo'lmaydi.
Да. O'zingizni- Siz ancha terminlarni bilyapsiz, psixologический siz o'qigansiz, a? Нет. Yo'q. Hayotda o'zi mani shunaqa qilib qo'ydi. Tarbiyaladi. Tarbiyaladi. Yiqildim, turdim, yiqildim. Xo'sh, men qiyin kunlarni ko'rganimni bolalarimda ko'rish xohlamayman. Bolalaringizga qanaqa hayot, как сказать, orzu qilasiz? Shikani albatta. Men chunki yoshligimda ko'p narsadan mahrum. Oyim baribir bitta o'zlari 3 ta bolani katta qilganlar, oylikka. No, ikkita ishda ishlardilar. Enim but bo'lardi, baribir qornimiz to'q bo'lar. Baribir nimadirga pul yetkiza olmasdilar. De? Milliarderlarda Shunaqa shunaqa bo'ladi, yemaydi. Da, поэтому это hammada bo'ladi. Bolalarimda hamma narsani balki noto'g'ri zapazi bilan bo'lishini xohlayman. Anaqa muhtoj bo'lishini xohlayman. Chunki men ko'chaga chiqqanim, kimdadir rolik bor qarab turardim. Menda ham rolik uchkim keldi, menda ham bo'lsa edi. Velosiped voy, menda ham bo'lsa, noyimda imkoniyat bo'lmagan unaqa. Anaqa bo'lgandir, balki men ona hozir ona bo'lib chun balki har xil ish qilgandirman. O'shaning uchun hozir uyimizga borib, veliklarni mundoq qator, уже 2-3 tarafdan rolik, 2-3 tarafdan velik, уже даже uchastka tursam ham podvolga qayerga joylashishni bilmay qolaman ular. O'zi asosiy shunaqa qilamiz-ku, o'zimizni orzuyimizni bolalarimizga beramiz-da, как сказать, to'ldiramiz ularni orqali. Chunki o'sha anaqa bilan katta bo'lganmiz-da biz. O'sha travma bilan deydimi. O'sha bolalarga ravo ko'rmaymiz, lekin bir o'ylayman, shu ham xatomi deyman, ozgina qiyinchilik ko'rish kerak. Ularga тоже orzu qoldirish kerak, ularni o'zligisini. Da. To'g'ri. И потом еще so'ramoqchi edim, qarang. Sizda 4 ta qiz. Siz ularni katta qilyapsiz turmushga berishga yoki o'zini o'zi eplab baxtli bo'lishga, o'qimishli bo'lishgami? Mana bu hozir menga miyamga keldi mana shu savol. Turmushga berish xalqdan gapirsa, yuragim shig'illab ketadi. Tez katta bo'ladi-da bolalar. Men o'z yoshligimda orzuyim mana shu bolalarim oldimda chuvur-chuvur qilib yurishi, o'zi tez katta bo'ladi. Ish bilan bandman. Bunda aylanib kelsam 1 yil katta bo'ladi, o'zi 1 yil tug'ilgan kun. Albatta turmushga chiqish ham qochmaydi, xudo xolisa. Baxtli bo'lsan hammasi, baribir turmush ham qurish kerak, oilasi bo'lishi kerak, lekin baribir oldin o'zini yo'lig'ini, yo'nalishini topib olsin, baribir shu tarafdorman. Shuning uchun o'qitaman, institutda o'qib, baribir qo'lida bitta kasbi, hunari. Menda hech bo'lmagan, erga teganimdan keyin orzu havasim erimga davom ettirdim. O'qishimga sharoit qilib berishdi. O'qidim, kontrakt to'laman. Yoshligimdan meditsina doktor bo'lishni xohlaganman. O'sha payt men qizlik paytim 16 ga kirib, 16-chi anaqa bor-ku. Gorbolnitsa? Naqas kollej bo'lardi bizani paytda. Meditsinskiy. O'sha yerga kira olmaganman. Borovskiymi qanaqa? Net. Toshkent tibbiyot nimadir islomiyami. Meditsinskiyda, o'sha yerga kira olmaganman. Keyin oshpazlikni tanlab ketganman. Keyin baribir erga tegib, o'sha orzuligicha qolmadi. Baribir o'qidim. Bola chaqalarni tug'ib olib, sal kattaroq qilib olib, keyin ikkinchi mutaxassislik qilib o'qidim. Даже Akfamedline'da ham ishladim. Onkologiyada juda mazza. Ikkinchi получается profissiya nima sizda? Meditsina. Meditsina? Meditsina. Men qon juda qo'rqaman. Voy, men rosa yaxshi ko'raman. Rosa voy. Men ukolda qilishni, даже praktikada yurimiz. Psixologik больницаga praktikaga bizani qo'yishgan. O'sha yerga qo'rqmasdan shular orasiga kirgan. Menga qiziqdi o'sha narsa. Urib yorsa-chi, turtib yorsa-chi, qo'rqmayman shunday qornim bilan. O'g'limga homilador bo'lganimda o'qiganman-da. Kirganman, qiziqdi. Hamma yoqimga kirib chiqishim kerak-da. Men Kiselva keyin yangi tashmiyaga praktika qo'yildi. Sizlarga mumkin emas, dod deb Kiselvaga kirganman. Ayollarning tug'ishini, xuddi bir o'zim tug'magandek qiziq bo'lganda menga. Kiservalar, operatsionni, mana shunaqalar juda qiziqaman o'zim. Morglarga ham kirdingizmi? Morgga qo'yishmagan biz ham. Qo'ysa kirardim. Qo'yishmagan. Oldin bo'lardi. Keyin mumkin emasmi bilmayman, qo'yishmagan. Kirib chiqarardim bu yoqqa. Sir bo'lmasa, hozirgi tovar обороtingiz qancha? 1 oyda хотя бы. Tovar оборотim biza to'g'risi 0 dan ko'tarilmadik, minusdan ko'tarildik. Oldin qarz yopdik. Menda foydam bilinmadi. Boshida shunaqa pulimizni qarz yopdik, baribir qarzni ham yopish kerak. O'sha barakani o'chiradi.
hali ham bor, hozir yo'q emas, qarzimiz hali ham bor. Sizlar kreditga Нет, kredit emas. Kredit emas. O'zingizni pulingizdan sekin-sekin anaqa tikadigan odamlar topdik, ozgina qarz oladigan odamlar topdik, apparat qilib oldik. Endi mana endi yopib bo'lyapmiz, endi plyusga kiryapmiz. Men o'zimni biznesim deb gapiray, mayli erimnikini aralashtirmay, men o'sha katta ishlar qildim. Endi hozir u ehsonlarni o'ng qo'ling bilgan, chap qo'ling qilganni o'ng qo'ling bilmasin deyshadi. Aytolmayman, o'sha samostoятельный ehsonlar katta narsalar oldim. Yana planlarimda juda ko'p anaqalarim bor. Inshaalloh unda ham siz bilan o'tirib Xudo xolasa bo'lishamiz. Katta uylar, katta mashina olsam, eslab Xudo xolasa. Inshaalloh. Unda ham intervyu beraman. Так, значит, sof daromadingizni bizga aytmaysiz-da, bir oylik. Ertaga deng, men uyimga kelib keladi. Telefon Охранаlarni qo'yib, keling shuni 2-3 yildan keyin ayting. Mayli. Hozir chalasi bor-da, ozgina. Bo'ldi, хорошо. Так, nima deb o'ylaysiz? Pul baxt keltira oladimi? Qisman keltiradi. Lekin mana qarang, tanganing ikkinchi taraf bor. Hamma narsa pulga taqalyapti. Avvalambor Allohdan xayrlisini so'rash kerak. Pul ko'p topganingiz bilan u sizga xayrliga yaramasa befoyda. Hamma narsa pulga taqalganda qisman keltiradi. Bolalaringiz doktori, bolalaringiz yeb ichi. Hozirgi zamonda shunaqa. Lekin tanganing ikkinchi taraf bor. Men onkologiyada ishladim. Pul ham yordam bera olmaydigan kasalliklar bor. Ularga men olib kela olmaydigan anaqalar ham bor. Pul yordam bera olmaydigan joylari ham bor. Hatto ko'p pulingiz bo'lsa, 3 oy umringiz qolgan bo'lsin, befoyda. Bir tiyinga qimmat bo'ladi. Bir tiyin hatto men bitta yig'ing, o'zingizga, bolalaringizga anu qilmasa, nasib qilmasa u yomon. Men aytaman, onkologiyada ishladim. Men o'shanda tushunib yetdim. Городской онкологический или республиканский дами? Akvamed. O'sha yoqqa bordim, men onkologiyga tushdim. Men hatto hamma joyda ishlab ketiraman dedim. Onkologiyga tushdim. O'shanda tushunib yetdim. Men pul baxt olib keladi, hamma narsa pulga bog'liq. Baribir komfort hayotga pulga bog'liq hammasi deb o'ylardim. Yo'q. Shunaqa kasalliklar bor, pul ham yordam bera olmaydi. Qisman tangani ikkita taraf bo'lganda, yordam bera oladigan joylari ham bor, baxt olib keladigan, yordam bera olmaydigan joylari ham bor ekanda. Hozir siz o'zingizni baxtli inson deb ko'ryapsizmi? Juda ham. Qachon men birovlarga yo'q deyishni o'rganganimdan beri juda baxtli. Hatto men psixologga bormaganman. Men просто hammaga udobniy bo'lib yashaganman. Umuman boshqa inson bo'ldingiz. Siz meni esdan tanigansiz. Da, umuman boshqa Dilnora bo'ldingiz. Men sho'x bo'lib katta bo'lganim bilanchi, ichimdan baribir qanaqadir qo'rqoqroq bo'lgan ekanman. Men nimaga qo'rqoqroq bo'lganman? Endi o'zbekchilik qaytib borsam gap so'z bo'ladi, bab o'ylaysiz. Oyim siqilarlar, bunaqa hammaga udobniy bo'lib, keyin oxir endi nima bo'lsa bo'lsin deb hammasini tashaganimda keyin unaqa bo'lmadi, keyin baxtli bo'ldim. Hatto hozir hammaga yo'q deya olaman. Mana vro'zi ham qo'lim ochiq hammaga yaxshilik qilaman. Lekin sizga to'g'ri kelmasa, siz shunaqa. O'zi mana aytaman, boshimga chiqib, o'zi vashcha o'yinchoq. Siz endi hozir o'zingizni tanladingiz. Shunaqa. Endi topmaylik hechdan ko'ra kech. Chunki o'zim topmasam, men bolalarimga bunday bo'lishim kerak. Конечно, тем более 4 ta qiz farzand. Sizga qarab shunaqa, как сказать, ssenariy shunaqa oladi. Ularga ham jim unaqa dema, mumkin emas, zapret qo'ymayman. Hatto fikrini shartta biladi. Hozir unga yo'q. Men katta qizim shunaqa, mana hozir aytaman. Mayli, hatto bu intervyuimni erimni tarafdagilar ko'rishadi. Qaynatam bilan yashayotganimda men ular bilan juda qiyin bo'lgan, moslashib ketishim. Qanchalik noto'g'ri bo'lsa ham, men o'sha payt o'zim boshqara olmaganman. Qizimni alamni olib qo'yardim. Katta qizingizdanmi? O'shaning uchun men o'zimda ayblayman uni shunaqa xarakterligiga, qo'rqoq, unaqaligiga-da erkin fikrini bildira olmaydi. Babani u narsa qilishdan ko'zimga qarab turadi. Bu bolani miyasida qolib ketadi-da, baribir. Ne hozir yaxshi ona bo'lganingiz bilan baribir
miyasida qoladi. Men hatto qaynatamga gapirolmagan gaplarimni, anaqalarimni kirib qizimdan olib qo'yardim, urardim. Hozir kichkinalarim hatto urmayman, lekin o'sha payt unaqa qilib qo'yardim. O'shanda o'zimni ayblayman. To o'zimni topgunimcha katta qizim menga qurbon bo'lgan deydimi, kak? Qurbon bo'lgan. Lekin знаете, bu juda kuchlisiz. Siz hozir buni aytibsiz, masalan, ko'pchilik yashiranadi. Yo'q. Kaskad bekitadi, o'zini chiroyli deb hammaga ko'rsatmoqchi bo'ladi. Shunaqa yomon ko'raman o'zimni. Chunki men kimdir taniyman, shu intervyu beryapti, 50% aldayapti, yoqtirmayman men u narsa. Mana men bugun hammasini to'g'risini Siz aytdim. borini gapiryapsiz. Maslahat beraman, urmanglar, hamma narsa o'tkinchi ekan. Men unga o'zi kech, men yangi kelinlarga, yangi onalarga maslahatim. Еще послеродовой depressiya bo'ladi, plus еще siz hozir, kстати, birga yashayapsizmi ota-ona, qaynona bilan? Yo'q. No, bunaqa отношениямыз yaxshi. Alohida chiqqaningizga. Hozir duvoyni orada tug'ganman, bittasi nobud bo'lgan, bittasi yashab ketgan. Hozir 6 yosh, 6 yil bo'libdi. 6 yil? 6 yil bo'libdi. Alohida chiqqan. Mana to'g'risini ayting, qaynona bilan yashash qiyinmi? Qiyin. Baribir mana solishtirganda u endi uyingizdagi bir xillarni sharoitiga qarab, bir xillarni eri qattiq qo'l. Уже mana opamni eri qattiq qo'l. Ular ham xuddi alohida yashashadi. Mani erimja qattiq qo'l emaslar, uni hamma biladi. Lekin yaxshi. Endi qaynona bilan yashash ham qanaqa taraflari yaxshi? Mana plusi ham bor. Plusi juda ko'p. Juda ko'p. To'g'ri, boshida mana sal yoshlik borganman o'sha payt, menda ham xato bo'lgan. Lekin qaynonasi bilan yashaydiganlarning plusi juda ko'p. Mana hozir bolamni, kichkina o'g'limni tug'dim, chillasini chiqardim, qaynonamga berdim, yana o'qishga tushdim. Meni 2-kursim bor edi. O'qishga tushdim, keyin ketidan mana bunaqa ishlar bo'ldi, biznesmen bo'lib ketdim. Hozir o'g'lim bu qaynonamni onasi deb o'ylaydi. Mehmon kelib turadi meni. Dash kechasi ham qoladi, kashada katta bo'ldi. Menda o'zi narkozdan keyin sut kelmaydi, kashada katta bo'ladi. Bu keservamdan boshlab o'sha hech qaysi bolamni emizmaganman-da. Lekin qaynona bilan yashaganimda qarashadi bolaga, ishlaringizni qilayotganingizni olib turishadi. O'z hammasi o'z o'yingizga qoladi. Har bitta narsani minusi ham bor, plusi ham bor. Endi sabrda ham baba eskilar ham to'g'ri sabr qilib bo'lmaydigan vaziyatlar ham bo'ladi. Bo'ldi, tugadim, tamom bo'ldim deganingizda tugatgan hamma narsa. Bo'ldi, yo yorilasiz, yo bir nima bo'lasiz, o'shanda tugatgan. Sabr qilsangiz oxiri yorilasiz baribir. Sizda shunaqa bo'lganmi? Bo'ldi, men boshqa chida olmayman. Mana hozir qanchalik noto'g'ri, mana hozir aytaman, to'g'risini даже arqon olib o'zim osmoqchi bo'lgan kunlarim ham bo'lgan. Chidolmay o'sha. O'sha payt mana bu yerda erkak kishini ham katta rol o'ynaydi. Ular ham ikki orada qoladi-da. Meni erim ham men bilan qaynonam orasida ikki orada qolib ketgan. Men tarafim bo'lamas, qaynonam tarafim bo'lamas. Deb o'sha payt qiyin bo'lgan, erim ishga ketardilar. Men qaynota bilan kechgacha o'tirishmanga ham qiyin bo'lgan. Ishlamasa bo'lmasdilar. Endi uyda o'tirib bizning o'rtamizda qozi ham bo'la olmasdilar. Bola chaqa boqish kerak. Endi orqaga qaraganingizda bu, как сказать, bu ужасный kinodek qilaman. Orqaga qarash, qarayim kelmaydi. Lekin mayli, bu opit bo'lgan. Просто я имею в виду, что shunaqa darajada ham shu qaynota bilan yashagan, xo'ch men oshpazlikni bitirgan bilan ovqat qilishni bilmasdim. Rostdan o'qishga borib kelardim. Praktikaga bizani zo'r joy qo'yishmagan. Yo, serios, praktikada ovqat kim qilardi? Qizli uyimda biz kvartirant edik. Ertalab hammamiz ishga ketardik. Ishga borib, ishxonamizda yeb ichib, qilib faqat uxlashga kelardi. Akam va oyim bo'lardik faqat. Yo, erga tegganingizdan keyin. Erga tegganimdan keyin mana plyus taraflar qaynonam menga o'rgatgan. Oshxonaga baravar kirib, to o'sha ovqat qozonni qo'llaridan olmagunimcha o'rgatganlar. Men xamirlar yoyishni bilmasdim, oshlar damlashni bilmasdim. Kulishadi, "Hatcha sen oshpazlikni bitirgansan" deb. Diplomim bor deb, faqat diplom. Sapojnik без сапог deyiladi-ku. Shunaqa, o'qishda ozmani o'qishim bekilib ketgan, turaman, yaxshi o'rgatishmagan. Faqat borib kelib yurardik. Vaqtingiz anaqada o'tkazdiz bo'ldi. Vaqtimni o'tkazdim. Endi oshpazlik diplomim degan nomim bo'ldi-da. Lekin plyus taraflari
ovqatlar qilishni o'rgandim. Men qanaqa bolalarimga o'rgatardim bo'lmasam. O'zimda yo'q narsani. Keyin erinmasdan necha yil bo'lsa ham oshxonaga olib kirib, xuddi o'zlaridagi shirin qilib o'rgatishni topshirganlardi. Keyin oshxonadan chiqib ketganlar. Hozir munosabatingiz yaxshi, qaynonangiz bilan-da? Zo'r. Молодец. Baribir alohida chiqqaningizdan keyin men sezdim, что odamlarda наоборот yaxshilanadi отношения. Shunaqa bo'ldimi? Уже o'sha urush janjallar bo'lmaydi, kamroq bo'ladi, уже yaxshi ko'rinasiz. Masalan, как будто sog'inib, qanaqadir borasiz-ku, как сказать, haftada bir martami, например-da, borasiz nimadir qilasiz, уже chiroyli ko'rinasiz. Yaxshi kelin bo'lasiz. Lekin men hozir aytaman, men alohida chiqib ketganimdan keyin, ancha yildan keyin men yaxshi kelin bo'ldim. Hatto birga yashaganimiz hech ham eshitmaganman yaxshi kelinsan deyishgandi, mana endi 13 yil bo'lyaptimi, 12 yildan oshyapti, endi yetishyapti. Endi yani oyimga yetarli, keyinchalik yuzaga chiqasan, sabr qil, chida dedilar, mana endi yuzaga chiqyapman. Siz nima deb o'ylaysiz? Pul odamni buzadimi? Afsona. Pul odam prosta qanaqa odamligini yuzaga chiqarib beradi. Saxiy bo'lsa, saxiyligini ko'rsatib beradi. Jimot bo'lsa, как jimotligini ko'rsatib. Prosta yuzaga chiqib o'sha odamni yuzaga chiqarib bergancha uni hamma puldan ko'radi. Hatto u pulsiz ham shunaqa odam bo'ladi. Puli bo'lgan, agar u bizganda qancha milliarderlar bor, o'shalar buzilib ketardi. Это как katalizatorday bo'ladi. Boringizni ko'rsatadi. O'zida bo'lish kerak deb o'ylayman. Birinchi vklad investitsiya kimdan oldingiz, siz etdingizmi? Endi buni aytsak bo'ladimi? Kimdan olganimmi? Da, masalan, kim yordam bergan mana birinchi sizlarga? Minusga kirganimizda taka boshida hech kim bermadi. O'zimizni ostatka mollarimizni sotib, qiynalib o'b qildik. Keyin erimni tanishlar, men ularni tanimayman. Menga erim. Menga erim. Har doim faqat men biznes boshlaganim uchun sahnada men ko'rinaman, sahna orqasida erim qolib ketadi. Lekin erim podeshka qilganlar. Podeshka qilganlar. Bo'lmasa, bilmasam. Bitta o'zim evla olirmadim. Именно bu mahsulotlarni sotishga bu ideya o'zi qayerdan keldi sizga? Bundoq qarasa, oldin bizda O'rizorda oziq-ovqat do'konimiz bo'lardi. O'zingiznikida? O'zimizniki. No, arenda emas, o'zimizniki bo'lgan. Keyin Orbitda dilerstvasini olgandik. Orbitda hamma O'rizor bizdan kelib olib ketardi. Oziq-ovqatga ham talab kuchli bo'lgan. Lekin keyin Korzinka, Makro shunaqa magazinlar keyin ko'payib ketgandan keyin sal O'rizorda savdo susaydi. O'shanda majbur bo'ldik O'rizorni sotib yana boshqa biznes qilishga. O'shanda hamma uyda bab stressda, uyda ish qilmadim degan ayol ham uyda babi odam chaqirtirsam stressda ishlatadi. Hamma uyga kerakli narsa nima? Yeb ichish, babi hamma yeb ichadi, yo oziq-ovqat qilish kerak dedik. Yoki milliy taom ochish kerak. Prosta oziq-ovqat milliy taomda men eng qo'rqqanim surogli narsalar bo'ladi. Masalan, bunda ham surog bor. Hatto uni bilmasdan ishlatib qo'ysa, bu qilsangiz o'zingizga ziyon keltirmaydi. Uni parashok, kir mashina ishlatadi, o'shanga biz stressdan tanladik. Hamma uyga bab, как положено, har kuni yo'q degan bitta sovun kiradi deb stressdan tanladik. Talab kuchli bo'lsin deb. Mana hozir endi siz sekin-sekin siz, как сказать, minusdan ko'tarildinglar-da. Sizda masalan 5 yil orasida qanaqa dinamika bo'lgan? O'shani tushuntirib bera olasizmi? Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi 5 yil, oxirgi 5 yilingizda? Birinchi o'rinda davleniya bo'lib qoldim. O'sish. Keyin mengacha yon berimdagilarni mana shu mendan o'zini olib qochgani o'sha singanimizda. Menga katta yordam bergan. Turtki hali ham bu sushalarga rahmat deyman. Men o'zi rahmat deya olish kerak. Chunki bo'lmasam o'tiraverardik. Undan yordam kutib, bundan yordam kutib to'g'ri ham qilishgan. Nimadir mana shu 5 yil ichida nimadir xotin oldinglarmi? Qanaqadir o'sish, именно вот бывает piramida, dinamika. Xotin bir-birimizga juda ham kerakligini tushunib yetdik o'shanda, kerakligimizni. Chunki biz bir-birimizdan boshqa hech kimga kerak emas ekanmiz, o'shani tushunib yetdik. Podдержка bor deylar. Men erimni tashlab ketmayman, erim eng qiyin kunda men yomon bo'lsa ham tashlab keta olmas ekansiz-da.
mani ko'zim oldidan yaxshi kunlar o'tdi. Nimaga endi qiyin paytda men uni qilishim kerak deb. Chunki bo'lganda yaxshi yer bo'lgan, erim biznesmen bo'lganda menga yaxshi yer bo'lgan. Nima desam qilganlar. Nima desam olib berganlar. Endi nimaga men yiqilganlarda bu narsa bo'lishim kerak. Men keyin unaqa qilgan padeshka bo'lgan. O'shanda tushunib yetdik, er-xotin bir-birimizdan boshqa hech kim ya'ni yaramas ekan kunimiz. O'shanda bir-birimizga yana ham bog'landik. Oldi mana как положено men vazifamni qilardim. Ayollik vazifamni, uylarni tozalab, osh-ovqat, bola-chaqa qarab, ular ham ishga ketarlar, pul topib kelar, faqat vazifamizni qilib yurardik. Siz hozir qancha yildan bu bilan shug'ullanyapsiz? Necha yil bo'ldi? Sredstva sotishgan 2025 bo'lsa, 2023 yilda. 2 yillar? 2 yil juda katta 20 yillar anaqasini ko'rgandek. Tajribalar orttirib. Siz nima maslahat berasiz mana uyda o'tirganlarga, ayollar, kelinlarimiz bor-ku, eriga qaram bo'lgan ayollarimizga qanday maslahat bera olasiz? Eriga qaram bo'lgan ayollarga. Endi bu etapdan o'zimiz o'tganmiz, o'shaning uchun. Endi tangani ikkita taraf bor. Qaramlikni qanaqa? Bir xillarga yoqadi. Men uyda o'tirganimda yoqardi. Men majbur bo'lib chiqqanman masalan. Bankrot bo'lib. Hozir siz masalan imkoniyat bo'lsa siz qaytarardingiz? Qaytarardim. Yoqadimi sizga просто такой? Meni bolalarim tez katta ularni keyin bolaligini qaytara olmayman. Biz dastavkada yurganimiz ishonasiz, mana klientlarim bilishadi. Sprinter orqasiga как Mersko otdi mashinamiz bo'lgan. Uzun o'rtaga ko'rpacha solib beraman. Hali magazin ochmasimizdan oldin ko'rpacha solib beradim. Даже butulkada kash ichadigan bolam ham yotardi. Katta qizim unga kashali berib yotardi. Hamma bolalarim shu yerda. To'g'ri, ularga dastavkada yurish ham udobniy bo'lgan. Suvda shunaqa yurganman. Hozir bolalarimni ularga xo'ja yoqsa ham bolaligini yo'qotib qo'yibman deb qilaman-da, oldida o'tirib. Hozir mana o'sha Aquamedline ishladim. Har bitta palatada televizor bor. Televizorlar ko'rsam, unda kirsam g'alati anaqa. Televizor ko'rsam ancha yil bo'ldi televizor ko'rmagan. Meni vaqtim yo'q-da. Voy, men ham yotib olib kino ko'rardim. Hozir umuman vaqtingiz yo'q-a? Ertalabdan. Uyda даже televizorimiz ham yo'q. Ertalab voqli hammamiz tapur-tupur chiqib ketamiz, kechqurun kech kirib devorimizni qidirib qolamiz. Hozir o'sha hayot sog'inaman. Nima abidga nima qilsam ekan, kechqurunga nima qilsam, ovqat qilsam. Hozir umuman uyda ish qilmaysiz? Qilaman. Bir oyda bir o'zimga dam bersam, shunda ham telefonlarim portlab ketadi. Uyda yordamchingiz bormi? Yo'q. Yo'q. Uyda o'zi erta-kech bo'lmaganimizda pashta yoyilmaydi ham. Mani ikkita qizim ancha Allohga shukr yonimga kirgan. Qarashishadi. Uylarni yig'ishtirib chiqlaringizni yig'ishtiradi. Polniy hozir idishda yuvish o'rganib olishgan, sekin-sekin hamma narsani o'rgangan sari, qo'limda ish olgan sari menga ancha anaqa yengil bo'lyapti. Kir mashinaga men solib beraman, ular yoyishadi. 50% qo'limdan ishimni olishgan. Lekin mana qaram deganda, agar o'zligi xohlab, menga qarab, mana shu Dilnoradagi ishlagim kelyapti, biznesmen bo'lgim kelyapti deganlarga harakat qilinglar deyman. Agar oilalarni tinchini buzmagan holda albatta. Meni erim boshda ishlatmaganlar. Ishlamaysan deganlar. Menda to'polon bo'lganman-da ham ko'chaga chiqqim kelgan, ishlagim kelgan. Lekin unaqa to'polonman chiqib ketish maslahat bermayman. Keyin mana shu oxiri mana shu unaqaga tushganimizda men avtomatik chiqib ketdim. Hozir uyda opam yetardi o'sha payt. Sen noto'g'ri o'ylayapsan, uyda o'tirishi ham gashti bor dedilar, ishonmasdim men. Va sizga maza ko'chaga chiqasiz derdim. Hozir uyda o'tirib, osh-ovqatimni qilib, bolalarim atrofimda cho'g'ir qilib uylar. Meni uyim yig'ilmasdi. Men qo'shni chiqib qolsa ham anaqa har doim bardak bo'lib turardi. Bu yoqdan yig'ishtirardik, bu yoqdan unaqa qilar, legolari bolalarimni o'rnini tuzatardim, kelib boshqatdan dumalab ketishardi. Baxt o'sha edi menga-da. Men chunki yoshligimdan orzu qilganman-da shu narsani. Keyin hozir bolalik shuna maktabga komersiy sinfga borishadi. To'g'ridami kelishadi, ertalab tashlaymiz, to'g'rida olamiz, men bilan magazinda yurishadi. Yoki qaynonamnikiga olib kelib tashlaymiz, suv bo'lib ketsa qishlarda o'sha tagi qaynonamnikiga olib kelamiz. Bolaligi shunday pashta o'tib ketyapti, achinama hozir. Endi hozir uyda o'tirishga qat'iy sharoitim bor. Bo'ldi, fundament qildik. Kelib turgan joylari bor. Ancha plyusga kirdik. Ana kuni men o'sha boshida ikkita ishda baravar ishladim, aytdim ana Aquamedline'da.
ishlovdim onkologическийda. Oyog'im уже bilmayman nimadan bo'ldi, ishib ketib qoldi. Achok bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi-da. Juda charchab qoldim-da, keyin men o'zimga o'zim savol beraman, sen shunga majburmisan? Prosta men medsestralarni yaxshi ko'rganim uchun, ukollar qilishlar qo'limdan chiqib ketmasligi uchun kiruvdim ishga. De. Bab davlat ishida ishlaganingizdan keyin bu yerda bitta biznesingiz bo'lmasa bo'lmaydi, hozir oylik ishlab bo'lmaydigan zamonda. Kiruvdim, уже asyoqlar berib, bu bo'ldi. Keyin qaysi biridandir menga voz kechishga to'g'ri keldi. O'shanda gruppamga yozdim, qizlar, men do'konni yopaman. Men rasmini ko'rsatdim oyog'imni, men o'zi sog'lig'im ko'tarmayapti desam, ishonasizmi, portlab ketdi telefonim. Hech kim rozi bo'lmadi do'konimni yopishimga-da. Men xursand bo'ldim. Men o'zi uyda o'tira olmayman. O'zi men o'rganib qoldingiz-da. O'rgandim. Meni o'zimga yarasha klientlar bor. Meni yaxshi ko'rib, hech narsa olmasa ham meni yaxshi ko'rib kuzatadiganlar bor. Men ularga behurmatlik qilolmayman, chunki ular noldan meni ko'tarishgan, motivatsiya berishgan, podдержка qilishgan, hatto meni sredствolarimni olishgan, оборот bo'lgan. Hozir ularni yarim yo'lda tapib tashlab keta olmayman. O'shaning uchun men uyda o'tiraman. Lekin medsestrani tashlashga majbur bo'ldim. Ikki yog'i уже menga signal berdi Alloh, menimcha, уже sen temir xotin emassan dedi shakl. O'shadan keyin majbur bo'ldim medsestrani tashlashga. Молодец. Hozir umuman anaqa qilmaysiz? Meditsina bilan уже всё-da, aloqa yo'q. Agar sal bolalarim sal kattaroq orqa olim olib, yana ham sal bo'shroq vaqt topsam, hech topolmayman o'z kundan kunga. Bo'sh vaqtim ko'payib ketdi. Bolalar katta bo'lsa, anaqasi katta bo'ladi deyishsa, endi ishonaman. Agar lekin baribir yaxshi ko'raman-da, aytaman, u kasb sevardim-da men. Bab kirish niyatim bor lekin. Ishlayman. Faqat sal vaqtliroq ekan hali menga. Unda ham o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Sinadim. Sog'lig'im o'sha oxir отказ berdi. Chunki ikkita ishda ishlaganim uchun nagruska bo'ldi menimcha menga. Endi bab men ham ko'p почти 6 ta tug'ganman, bittasi o'lib qolgan. Уже men slabiymi, organizmim bilmay, ham tik oyoqda meditsina baribir. Bizning etajda ish ko'p edi. O'tirishga unaqa bo'lmas, oyog'im уже keyin u anaqadan kelib, больницадан kelib magazinda ishladim. Уже nagruska bo'ldi-da menga. Keyin uyda ozgina bo'lsa ham bolalar yotqizguncha ham 2 soat 3 soat ularga vaqt ketadi. Yedirguncha. Cho'mil, ularni pijama kiy, u chiqadi, oyoq qaring. Oyoqni menga ularga anaqa. Menga joy yetmayapti. Adam bilan u uxlayapti, adasi talash ularga. Xo'sh, meni oldim kelib talashmaydi. Adasini oldi. Ularni jo'rab uxlatguncha uyda 2-3 bo'lib ketardi. Uyqum rejimi yo'q. Keyin ertalab vaqtli turib ishga ketish kerak. Hozir rejimingiz bormi uyquda? Yo'q-a? Hali ham yo'q. Qarang, agar sizda imkoniyat bo'lganida hayotingizda nimani o'zgartirardingiz? Vaqtni orqaga qaytarganda? Agar imkoniyat bo'lganida, masalan, o'zgartirishga mana shuni olib, prosta так стерли и boshqatdan qilasiz, например. Imkoniyat shunaqa. Волшебная палочка deylik. Katta qizimga bo'lgan adolatsizligimni to'g'rilagan bo'lardim. Men haligacha mana shu anaqada bo'laman. Keyin agar imkoniyat bo'lganda, vashi bilan imkoniyati yo'q-ku, endi nerealniy narsa so'raman, adamni so'ragan bo'lardim. Bab men hamma narsam bo'lganim bilan, bab mana shu yuragim bir chetda bo'shliq bor-da, как yara bor. Qaytargan bo'lardim. Endi hozir ular imkoniyat yo'q. Lekin qizimga hali ham bo'lsa imkoniyat, hali yosh, 4-sinf. 4-sinf 11 yoshmi? Hali ham bo'lsa, u qizimnikini qaytarsam bo'lsa kerak. O'zgartirsangiz bo'lardi. Hozir shuni qilaman. Imkoniyat bo'lsa. Yaxshi. Tak. Hech bo'lmaganida hatto bir marta hayotingizda ajrashaman deb o'ylaganmidingiz? Men joyini kestajizlarmi? Har kuni deng. To'g'ri aytyapman. Har kuni ajrashamiz rostdan. Har kuni. Lekin seriozniy bo'lgan payti, hech ham yerim men bilan ajrashaman, nima qilalarni, seriozniy olmaylar. Har doim men o'zim masalan bo'ladi-ku, seriozniy намерение, seriozniy bo'lganmi, hatto bir marta hayotda? Bo'lganman, anaqaga ham bor, zaksga ham borganman даже. Erimni sudrab borganman. Aksiga olib, zaks anaqaga ajrimga ariza topshiradigan
man nechinchidir xona soat 9 da keladi, hech kim biz ertaroqli borib olganmiz. Hali kutyapmiz, kelmaydi, hali kutyapmiz. Alloh xolamagan ekan, 9 dan oshib ketdi soat. Erimni bitta, mani bitta ishim qolib ketyapti. Erim kelyapti. Bo'lmol kelish kerak. Hozir kelsa o'tiraman. Hozir ajrashib olaylik, keyin ketaverasiz. Keyin xohlagancha ishlayverasiz. Men bo'lmayman, yoningizda desam. Ajrash senga kerak, sen ajrash. Sizga ham ariza yozish kerak. Mana shu o'tirimiz, lekin Alloh xolamaganmi, kelmagan o'sha xotin. Keyin yarashib olganmiz, o'sha yerga ketganmiz. Hozir unaqa o'sha payt bo'lgan, boshda voy aytdim-ku, даже arqon olib o'zim osib bormoqchi bo'lgan kunlarim bo'lgan. Ajrashib olmoqchi bo'lgan kun. Hozir o'zicha bu nima deydi? Kulgilida. Kulgili, ha. Keyin hamchi mana hozir endi mana o'sha payt yosh bo'lganman deyman. Hozir meni haqqim ham yo'q, chunki o'sha travma bilan men o'zim katta bo'ldim. Bolalarimga uni ravo ko'ra olmayman. Jahl ustida gapiraman-da. Lekin meni bolalarim keyin menga o'xshab katta bo'ladim. Otasiz do'stmi? Hatto o'zi ularga ko'zini oldida adasi yaxshi ota bo'lib qilal tasvirlangan, adasi mehribon. Men ulardan o'g'irlamayman. U er xotin o'zimizning muammoyimizda. Agar hozir men o'zimni hayotimni o'ylab ajrashib yuborsam, bolalarimga qattiq o'tiraman beraman, chunki adasini juda yaxshi ko'radi. Ular meni kutishmaydi, adasini kutishadi. Adasini yaxshi ko'radi, adasini bolalari. Qizlar bab adasiga mehribon bo'ladi-yu. Muammo qanaqasizlar yechim topasizlar? Er xotin o'zimiz. Juda ishingiz ko'p bo'lsa, urushganingiz esingizdan ham chiqib qolar ekan. Men vaqtdan bo'lmaydi-da urushgani. Oldincha uyda o'tirganimda, oylab, haftalab gaplashmay arazlab yurardim, gaplashmasdan. Lekin hozirchi vaqt yo'qda, ishimiz ko'pligidan esimdan ham chiqib qoladi. Voy, men urushdim aytgan. Qilaman telefon. Adasi mana ular ham gapirib ketadi, urushganimizda. O'sha payt biz ajrashayotgan bo'lamiz. 2 soatdan keyin telefon. O'shanda borganda ham anaqaga ariza topshiramiz. Sen bir oyinikini aylanib kelgan. Серьезный vaşa bilyaptir edi, shu oxiri anaqa bo'lmadi. Siz men ustimdan kulyapsizmi? Oyimga borib anaqa qilamanmi? Yig'lab o'tiramanmi? Erim bilan yig'lama, seni qorning ochgan deyapti. Ovqat ye, o'zing kelib qolsin. Voy, серьезный olmayapti. Sen ovqatlanib kelgan o'zing kelasan. Tushunadi? Keyin men agar серьезный, agar shunga kirishsam, men birinchi bir bolalarim ko'zim oldida ekan, men haqqim yo'q. Bo'ldi, men o'sha Shu ayol uyda o'tirsa zerikkanidan boshlaydi-da, mana shu urush janjallar. Agar u mana masalan o'qimishli yoki ish bo'lsa, o'sha vaqti ham qiziqish ham bo'lmaydi. Er bilan urush kulgili bo'ladi, o'sha ajrashish kulgili. Uyda o'tirganimda zerikadi. Nima qilsam bo'lar ekan deydi. Ha, uyda o'tirganim alamni erimni olardim. Ishlatmagan erimni kimdan olaman, to'g'risi dey. Endi to'g'ri, to'ydan oldin biz buni kelisha olmaganmiz. Bir ikkalamiz bo'lgan. Men ishlayman deb kelmaganmi? Erim ishlamaysan deb olib kelganlar. Shuni boshida kelisha olmaganmiz. O'shancha o'zimizdan ko'rganmiz. To'y qanchada bo'ldi? 1 oyda. 1 oydami? Necha marta uchrashuv bo'lgan? 2-3 marta. Shu faqat shu doktorlardan o'tib kelishga, unaqa og'riqcha o'tbetlarga borib, erimda ham oziq ovqatda do'konligi bo'lardi. Vaqtlari yo'q edi, shunda doktorlardan o'tardik. Zaksga boradi, mana shu qilinish kerak bo'lgan joy tap boradi, yana yugurib uyga olib kelib qo'yardilar. Shunaqa. Hozir siz aytolasizmi, erimni juda yaxshi ko'raman? Aytolayman, har kuni o'zlariga. Menga qayta imkon bo'lsa aytishadi, yana Instagramda savol berdi, yana boshqatdan ham yana shu xotiningga uylanarmi? Tiyardim qayta, chunki meni uyimdagi muammolarga erim bilan bo'lmagan. Yon atrofdagilar bilan bo'lgan. Erim bilan meni bu xarakterimni erimdan boshqa hech kim ko'tara olmaydi deb o'ylayman, menimcha. Bilaman o'zimga yarasha. O'zi siz juda spokойный ayollarga o'xshaysiz-da. Juda. Men jahlim chiqsa-chi, qo'limda qimmat, arzon farqi yo'q, otib qolaman. Ya'ni ish tayfonlar bag'ridan kechirgan. Meni xarakterimga erimdan boshqa hech kim chidolmaydi. Men o'zi shuning uchun Alloh o'zimda mos qilib yaratgan. O'zingizga mana juda ko'rinishingiz yaxshi. Masalan, har kuni ulgurasizmi o'zingizga zo'r qarashni? Men o'zi pardozlar, u bu ulguraman. O'zim xohlasam ulguraman. Lekin men har kun makiyaj qilmayman. Buni meni kuzatadiganlar yaxshi biladi. Bez makiyaj ham chiqib ketaman. Bemalolda. Uyalmaysiz ham, o'zingizni meni borimcha qabul qilishsa. Men maska bilan hech qachon chiqmaganman. Meni daji
Telegram deydi, Telegram gruppamda uyda o'tiradigan, anaqa men ishlaydiganlar kuzatadi. Men tabiiyligim bilan qabul qilishgan. Bo'lmasam sredstvochilar ko'p. Nagli chiqqan, pulim bo'lsa pulim bor deyman, pulim yo'q bo'lsa pulim yo'q deyman. Tabiiy taq shu bilan chiqqanman. Shu bilan tanilganman. Hatto hozir unaqalar yo'q deydi, chunki men uyalmayman. Естественный. Mana farzandingiz bilan munosabatingiz yaxshimi? Juda ham yaxshi. Hatto ular jahlim chiqqanda men ko'zim ko'rinishmaydi, chuf qochib ketishadi. Tishi-tishilay bekib olishadi. Har bitta bolada o'zini alohida xona bormi demoqchiman. Erkin o'syaptimi yoki siz baribir hammada o'zini nima deydi, zadaniya bo'ladimi? Sen buni qilasan, posuda yuvasan, sen pol artasan, sen anaqa qilasan. Или erkin o'syaptimi? Xolagancha demoqchiman. Ish borasida erkin o'sishmaydi. Chunki aytaman, ikkinchi qizim juda shustri, jinnini yoqib u yoqqa o'tiradi, opasiga rosa ish qildiradi. Asosiy bo'lish xarakterida. Jinni qilib, ana yaxshi gap, opa oyog'im og'rib qoldi. Voy, ana qo'limni qaytirib olib, u kirsam o'tirgan bo'ladi. Meni ko'rib pirchilab ketadi. Ha, o'tiribsanmi deyman. A bechora katta qizim udobniy deydi hammaga. U ish qiladi. U ish qiladi. Bu qildirishni biladi, ya'ni ikkinchim qildirishni biladi. Ammo katta qizimga rahim kelib, unga ham turay deb kuylab qolaman. Ikkita kichkina qizimni qo'ldan hali ish kelmaydi. Endi o'zicha ular ham vlajniyni olib o'tbitlanayotgan kishi bir opalariga qiziqib bu. Lekin ikkalasiga ish bo'lish bermaganman. Qo'ldan kelgan ishni o'ziga bo'lishib olib, o'ziga o'zaro opa singil. Men bilmayman, kirganimda как положено mash qilingan bo'lsin deb chiqib ketaman. U yog'ini o'ziga kelishib olishadi. Qaysi ishni o'ziga qilishadi, qaysi ishni o'ziga qilishmaydi. Yoshiga nisbatan даже kattalar ishini qilishadi ular. Kirsiz bitta kirsiz chinnadek qilib qo'yishgan bo'lishadi. Молодец. Yaxshi ham qiz tug'ilman deyman. Do'stlaringiz va qarindoshlaringiz sizni biznesingizga qanaqa ular qarashgan, munosabatlar qanaqa bo'lgan? Ikkiga podдержка bo'lganmi yoki nima qilasan? Baribir bo'lmaydi. Ikkiga bo'linishgan. Podдержка qilganlar ham bo'lgan. Qo'lingdan kelmaydi deb podдержка qilmaganlar ham bo'lgan. Dash qarz so'raganimizda qarz bermaganlar ham bo'lgan. Eng katta udarni o'zi eng yaqinlaringizga yuragingizda qolib ketadi. Da. Beginlarnikini qo'l siltab ketaverasiz. U meni yaqinlarimdan bo'lgan udaram yomon meni depressiyaga tushirib qo'ygan. No, podдержка qilgan qarindoshlarim ham bo'lgan. Ular haligacha bor. Asosiy sizni tomoningizdan podдержка bo'lgan, или же eringiz tomonidan bo'lgan? Erim tomonidan, erimga podдержка bo'lgan. Men tomonidan menga gruppamga kirib olishgan qarindoshlarim. Agar sal cho'kib qolsam, 2-3 kun yo'q bo'lib qolsam, ne ko'rinmayapsan? Tur, bor. Gruppaga chiq, bor. Do'koningdan video ol. Tur, bir nimalar qil. O'tirma. Mana shunaqa podдержка qilib turishadi. Motivatsiya berishadi. Erim o'zining qarindoshlari erimga motivatsiya berishadi. Sizning daldangiz kim edi? To'g'ri aytdimmi? Ha, daldangiz. Yo'q. To'g'ri aytdi, dalda bo'ladi kimdir? Endi bularni aksentim bor. Давайте еще boshqatdan тогда. Sizni o'nlarga gapirib tura olmaysiz. Yo, men tushunmayman, tushunib olishadi lekin. Da. Sizni daldangiz kim edi? Dardimni aytganimda eshitadiganlar faqat er xotin bir-birimizga. Menga hech kim dalda bermagan. Hatto onam dalda berardi. Onam ham ishlar juda ko'p. Men ularni ham qattiq bezib qilgan. Shuning uchun sizni hozir oilangiz mustahkam bo'ldi, chunki sizlar er xotin shunaqa xuddi shunaqa bir-biringizga naqa berdinglar-da. Eng yaqin xiyonat qilgan o'rtog'ingiz bormi? Unaqalar. Va xiyonat qilmagani ham bormi? Xiyonat qilib tashaganlari ko'p. Juda ko'p o'rtoqlarim xiyonat qilsa, orqamdan gapirganlarni eshitib qolaman. Hatto o'sha yiqilganimda sirazi yuzi buraverganlar bor. Sizni o'rtog'ingiz sizni borishcha qabul qilish kerak-da. Kimdirlarga men uyim yig'ilmaydi. Kimdirlarga o'sha yoqmaydi. Kimdirlarga men shunaqa yurishim yoqmaydi, sirazi yo'q bo'lib qolishadi. Kimdirlargadir o'tvetga chaqirsa, mana pulim bo'lmagan paytim. Restoran chaqirishdim, voy yo'q, men bugun pulim yo'q, boramiz. Bo'ldi, chofarishadi meni. Qo'pol qilib aytganda. Bo'ldi, kurugidan chiqarib olishadi. Meni bitta o'rtog'im bor, otini aytib o'taman. Fazilat. Nima qilaman? U meni borimda ham, yo'g'imda ham
Mana shu yeng kelligimda qaynonamni uyda tanishganman bilan. Qaynonam uyga ham kelin bo'lib tushgan. Mendan 1 yil oldin keyin men tushganman. Sizlar ovsinmi? Yo'q, o'rtog'im. Qaynonamni mahallasida demoqchiman. Hozir o'zim alohida chiqib ketgan uyimda emasda. Yeng kelligimda birinchi o'rtog'im o'sha bo'lgan, men u bilan ko'zim yetmagan. Oxirgacha birga boraman, chunki uni dunyoqarashi sizdek baribir yevropeyskiy deb o'ylaganman. Menimcha bu bilan uzoq bora olmas ekan, qani vaqtga tashlab anim bo'lganman va o'sha kutmagan odamingizdan bo'ladi. Pulim borida ham, yo'g'ida ham, kasalligimda ham, sog'imda ham bitta o'rtog'ingiz bo'ladi, ichingizga hamma narsani ayta oladigan. Даже qilib qo'ygan parod ishlaringizni ham ayta oladigan bekitmas shu o'rtog'im shu bo'ladi. Menga podeshka. Yaxshi ham bor shunaqa insoningizda. Chunki hozir bu boshqa o'rtoqlar sotilib ketsa o'ldiraman. Siz uchun tabu nima? Tabu bu bilasiz nima degani? Tabu, давайте так. Gapimni davom ettiring. Men hech qachon qilmayman. Bo'ldi, boshqalarga удобный bo'lishni boshqa qaytarib qilmayman. Hayotim faqat shu. Menga katta afsuslangan narsam shu. Men hech qachon qilmayman, boshqa hech kimga удобный bo'lmayman. Men o'zimni borligimcha qabul qilsam bo'ldi, shunday ketaman. Nimani to'g'ri deb bilsam bo'ldi, o'shani qilaman. Ko'chu boshqalarga yoqsa yoqmasa. Zo'r. Siz mana hozir bu savol oldingi mehmonimiz sizga bergan savol edi. Siz o'zingizni topdingizmi bu hayotda? Topdim. Bu hozir mana siz qilayotgan ishingizni, напримерda, buni sotasiz-ku. Topdim. Предназначениеda. O'zimga o'zim bo'lgan ishonchim juda ham oshib ketdi. Men ham shunaqa ishlar qila olar ekanman. Men o'z hayotda juda tavakkalchiman. Ko'p risk qilaman. Bu zo'r-ku. Juda ko'p risk qilaman. Hatto o'sha narsa yomonlikka bo'lsa, yurmayman, lekin qilganimda qanaqa bo'lardi? Hozir o'xshasin, hozir qilib ko'raman. Hamma narsani shuncha tars tavakkalchiman-da. O'shani topdim, qo'limdan ko'p ishlar kelar ekan. O'shaning uchun o'rnimni topdim deb o'ylayman. Молодец. Agar mana shu narsalar aytdim-ku, bo'lmaganda uyda o'tirgandim, men qo'limdan nimalar kelishini bilmasdim. Men qo'limdan ko'p narsa kelar ekan. O'zingizni sinamasdingiz-da. Sinamasdim. Topdim. Aytdim, bu uchun mendan yuz o'girgan odamlarga, orqamdan pichoq urgan odamlarga, erimning orqasidan ham pichoq urgan odamlarga rahmat deymiz. Ular bizani yerga uraman deb osmonga o'zi shunaqa gap bor. Yuksaklarga ko'tarish uchun Allohning va'dasi bor. Yerga urib qo'yadi. Yerga urilganimizda даже mahallada ham yura olmaydigan bo'lib qoldik. Ko'chaga chiqa olmaydigan bo'lib qoldim. Psixologik travma, qanaqadir bizda depressiya kuchli bo'ldi. Hech narsa yoqmay. Mahallachis как будто biz уже yiqilganimiz hamma biladi, почти biladi singanimiz. O'shalar как будто bizga g'alati qarayotgan, magazinga ham chiqqimiz kelmaganda. Mana endi boshimni ko'tarib chiqib kelaman. O'shaning uchun men kelinlarga imkon qadar agar oilalarni tinchini buzmagan hol, chunki men ham vaqtida yo'q deyishgan menga, men ham o'zimdan o'zim chiqib ketmaganman. Men ham biznesmenning qizi bo'lmaganman. Oddiy oilada katta bo'lganman, yaxshi joyga kelin bo'lib tushganman. O'tda ham to o'rnimni topmagunimcha yillar o'tgan. Lekin hozir kelinlar agar qaynotanglar sharoit yaratib bersa, urush janjal qilmasdan, oilaning tinchligini buzmasdan, o'zingizlar ustingizda o'qib ishlashinglarni maslahat beraman deb qolaman. Chunki bu eng zo'r. Menda hali juda ham ko'p planim. Hali ko'p joyda yana o'qiyman. Men hali planlarim juda, prosta endi biznesning eng oltin qoidasi planingiz aytib bo'lmaydi hech kimga. Lekin juda ham ko'p planlarim ko'p. Inshaalloh bo'ladi. Xudo xolasa, lekin kelinlarga ham paka endi hozir ularning bolalari ham bunaqa bo'lishi mumkin qo'ldan keyin uydinglarni podeshkasi ham kerak ularga. Bolasiga qarab turishga qaynona kerak. Eri ham qaysidir anaqalariga ko'z yumishi kerak. U onsolikchi bo'lib qolmaydi. Meni uyimda dash ovqat qila olmayman. Ko'chadan narsa olib kelamiz. Charchaysiz ham? O'zi qanaqa ulgurasiz? Vazifammi? Mana erim shu narsaga ko'ndimi, bitta narsadan voz kech. Mana bitta narsaga erishish uchun bitta narsadan voz kechdim. Men ras shu urushga qo'pol etgan chiqdimmi, uyda vazifamni to'liq qila olmayman.
to'g'ri. qilaman. Shuni qabul erim meni borimcha o'sha shundoq qabul qilganlar. O'sha biladilar, ulgurolmayman, qilolmayman, charchayman. Tap etib kelib yotaveraman. Даже erim ishdalar, meni shatta qozonni olib o'zlari ovqat qilib beradi. Bolalar qornim ochdi, u ovqat qilib bering, bu ovqat. Shatta qozonni olib o'zlari pishirib kuydirib qilib. Eringiz tushunadigan inson ekanda. Hamma ham erkaklar unaqa emas. Ayollar ham bilasizmi nima? Mana sizni to'sku men boshqa удобный bo'lmayman-da, например, bir xilada ayollar ham o'zini как сказать, o'zi ham ishlaydi, kelib yana u qiladi, bu qiladi, o'lguncha gap eshitib qolmay erimdan, ishdan bo'shadib qolmasin. Charchasa ham, ayniqsa kasal bo'lsa ham, лишь бы хороший ayol bo'lish uchun shunaqa qilishadi. Erimga aytaman, bir marta kelaman, erimga qarama, men 2 marta kelaman deyman. Sizni bilmadim, men bir marta kelaman deyman. Bu menda syomli gap-ku. Men bir marta kelaman deyman. Shunaqa. Agar o'tbetga borish kerak bo'lsa, vaqtida yomoni ham bo'laman. Hamma yoqqa bolalarimni sudira olmayman. Uyda ishlarni qilib o'tirlaring deyman. Shatta mashinaga o'tirib, o'zim aylantirib kelaman. Молодец. Sallaman deb buguncha borasanlar hali ko'p deyman. Siz prava yaqinda oldingiz-a? 2-3 yil bo'lib qoldi. Da? Yaxshi. Mana pul topganingizdan keyin sizda qanaqadir munosabatlaringizda o'zgarish bo'ldimi? Masalan, eringiz bilan, bolalaringiz bilan, yoki qaynona bilanmi? Siz qanaqadir o'sha boshqacha bo'ldingizmi muomala? Yo, muomalam hech kimga o'zgarmadi. Men qaytanga ishlab, qiynalib pul topish qiyinligini erimga tushunvordim. Lekin muomalam o'zgarmadi. Men o'sha meni bilganlar, men oldin qaytanga oldin yomon edimman. Pul topmayamda. Zlaya bo'ldi-da. O'z yoshligimdan shunaqa o'sganman. Keyin uyda o'tirgan, depressiyada o'tirganman dedim. Qaytanga o'sha payt men anaqa edim. Hozir qaytanga ko'chaga chiqib nervlarim spokaytiniy bo'lgan. Qaytanga hozir men mehribonman hammaga. Значит, munosabatlaringiz yaxshiligi yaxshi tarafga o'zgardi. Yaxshi. Men niyat qilaman, ilohim ko'p pulim bo'lsa, yana ham yaxshi bo'layap. Shunaqa, anaqa. Ehson qilay. Kimgadir yordamim tegsin. Shunaqa. Men shu savolni endi bermoqchi edim. Siz o'zi odamlarga yaxshilik qilasizmi? Voy, men juda ko'nglim bo'sh. Shundan juda ko'plab foydalanib qolish. Yaxshi tarafga foydalanmaganlar ham bo'lgan. Bundan foydalanib, o'zini maqsadida foydalanib qolganlar ham bo'lgan. Lekin o'sha tegida meni qon-qonimda bor, o'sha rahmdilman. Ko'nglim bo'sh. Kimdirlar meni oldimda yig'lab tursa, uni qilolmay, yo'q, unaqa qiziqna emasman. O'zimda qolmasa ham oxirgi pulimgacha olib chiqib beradigan darajada. Meni yaqindan bilganlar bilishadi, mana shu hozir ko'rayotganlar bilishadi. Shunaqa oxirgi paytda, oxirgi marta qachon yaxshilikni qilgansiz odamlarga? Prosta aytmang, nimani qilgansiz? Prosta oxirgi marta. Har kuni qilib ketaman-da. Da? Har kuni. Qancha bitta dastlabkiga chiqqamda, bitta kapsula yoki bitta gel, bitta parashok teginga tashib ketaman. Men o'shada uyga boraman, mashina zapas bo'ladi, dastlabkiga ham o'zim chiqib ko'raman. Juda vaqtim bo'lmasa, Yandex u bu qilaman. Er-xotin o'zim chiqamiz, sharoitiga qarayman. Bir xilla mana kelinlar bor, mo'shi sredstvani qaynotasidan ham bekitib oladiganlar bor. Shu hatto shu o'zini uyida ishlatsa ham. Sharoiti ko'tarilmaydi. Endi ular ham tushunsa bo'ladi, balkim qaynasi boshqa joydan olishi xolir, balkim ekonomroq boshqa variant olishi xolir. Xursand bo'lib ketishadi. Lekin yurgan yo'limda yaxshilik qilib yuraman. Oxirgisini ham yetishim mumkin. Yaqinda kechaginda o'zim tezkor bunaqa katta portfel yugurib yurishadi-yu, dastavka tarqatib. Asitofor turman shu anaqa dastav shu yuguryapti-da. Anaqani samakatmi nima deydi, anaqasi elektrosamokat. O'shansini puli tugaganmi, vaqti tugaganmi, uncha tushunmayman. Endi yuguryapti. Berunidan G'unchaga borish kerak ekan. De pishkomda yuguryapti. O'sha zakazni vaqtida olib berish kerak ekan. Chiq dedim, yurib ketaman. U hech mendan kutmadi. Endi nimaga hammamiz odammiz dedim. Berunida G'unchaga olib kelib shunaqa xursand. Men odamlar xursand bo'lganini ko'rib, yana ham yaxshilik qilgim. Men o'shanda maza qilaman-da. O'shaning uchun sizni barakangiz ham oshiryapti. Inshaalloh, balkim. Shunda chiqdi mashinamga G'unchagacha bosib olib bordim. Rahmat, anu samakatim nimadir o'chitib qolib ketdim. O'shanga yuguryapti-da. Nekak u payt 20 ta mashinada borasiz, 1 soat yugurasizmi. Aytayapman, velosiped olsangiz bo'lmaydimi desam, birinchidan hozir imkonim yo'q, ikkinchidan velosiped ham
dam olib haydamasangiz oyog'ingizni ortib yuboradi, charchatib yuboradi dedi. И нагрузка на спину, ular anaqa ryukzak olib Ha, o'shaning uchun ularga o'sha ko'chada anaqalar udobniy ekanda. O'sha oddiy mana kechagina shunaqa yordam qilib ketdim. Yurgan yo'limda o'zim plan qilmasam ham yordam qilib ketdim. Bugun mana shu odam chiqaman, bunaqa qilaman demayman. Qadamimda qilib ketaman. Erim ham buni kech kelishlarimga yo borgan joyimdan planimdan vaqtidan kechroq qaytishlarim to'g'ri qabul qiladi. Mana shu odam mana shunaqa yordam qildi. Mana shu odam mana shunaqa kelib qolib ketdim. To'g'ri, janob bo'pti, yaxshi kelib mana shunaqa. Baribir hayotda baribir yon beringizni, eringizni podishkasi bo'lmasa qiyin. judayam. Agar hozir yo uyda o'tirdigan nima qila olardim masalan? Eringiz rashqchimi? Qisman. Chuchut. Magazinga erkak kishilar ham kirardi, masalanda. O'shanda o'zlari do'konda bo'lsa, o'zlari savdo qilib gaplashtirmaylar. Lekin meni ishimda bab erkaklar bilan gaplashadigan joylari bo'ladi. Buni to'g'ri tushunadilar. Endi erim o'zlariga ishonganda menga ishonaversalar kerak. Balkim. Bu vaqt orqali bo'ldimi yoki boshidan shunaqa bo'lgan bilaman? Boshidan rashqchisiz bo'lganlarmi yoki boshidan tabiatan spokойный. Men uchrashuvga chiqqanimda bu odam bilan qanaqa yashayman, bitta ham men o'zim xingillayveradigan qiz. Juda ko'p kulaman-da. Juda ko'p qo'pol hazil. Meni yaqinlarim bilishadi. Qo'pol hazillashaman. Hatto bir kunda bir marta hazillashib turmasam bo'lmaydi. Erim seriozniy odam bo'lgan. Umuman kulmaganlar. O'z tabiatan ichlarida yaxshi odam bo'lgan ekan, bu yoqda anaqa jahldor ko'rinadi. Oh xudo, men bu odam bilan qanaqa qilib yashayman, menga sabr ber. Hatto o'zim go'dali anaqani qizlik paytida men so'rasangiz berar ekan, hamma so'ragan narsam bo'lgan. Go'dali bolaga anaqa erga tegaman dedim. Menga ozg'in boladan so'ch kelganda, orada erim lotereya bo'lib so'ch bo'lib qo'yadi. Go'dalimi? Go'dalilarda. Mani anaqa fukusimdagi keldi, aniq teyaman deganman-da. Bab yurak jiz etishga degan gapda ham tegib ketirish kerak emas, bab endi bu to'g'ri. Jiz bo'ldi. De lekin hech kulmaylar-da, hech ham de. Haligacha? Yo'q, hozir kuldirib olaman hozir. Hozir yo'q, siz eringizni xarakteriga tushib ketasiz, yo'q, eringiz sizni xarakteriga tushib ketadi. Oxiri aytaman, shundoq qabul qildilar, taqdirga tan berdilar. Hozir bir-biriga уже mos bo'lasiz. 5 ta bola bilan kulishga iloji. Uni bittasi bitta qilib o'qib tursa kulasiz-da. Lekin juda seriozniy bo'lganlar. Men kuldirguncha u sochim oqargan desa ham bo'ladi. Men o'zim g'alati bo'lib ketaman. O'zim gapirib, o'zim kulib o'tirganga o'xshardim. Xo'jimda kulib, unda tirjayib ham qo'ymasdi-da. Yana o'tiraverardi. Tabiatan shunaqa odam bo'lganlar-da, ularni уже 30 yillik odamni siz o'zgartira olmaysiz, bittada kelib. Da. Keyin уже Oreli necha yosh? Farq 3 yosh. 3 yosh. 94, 91. 91 mi? Men 91. Yaxshi yil. 91 yaxshi bo'ladi. O'shaning uchundir balkim. Значит, 19 yoshda siz erga tegdingiz, ular 22 bo'lganlarmi? Yosh uylanganlar. Endi bosh o'g'il bo'lganlar. Katta o'g'ilmi? Ответственный-da, значит, o'shaning uchun ayni kulmaydilar. Chunki katta bolalar ответственный bo'ladi. Men o'sha uyga borganimda ko'rganman. Katta bolalar, meni akam ham shunaqalar. Bizga o'rnida ada bo'ldilar. Qizlarni uzatdilar, o'zlari ishlab, oyim oldilariga tushib. Baba qaysi o bolaga mas'uliyatni shuni tashlasangiz, evlab ketar ekan. Bu yoqda meni erimga, u yoqda o'zim akamga o'shanda tushundim, значит, tashlasham kerak. Uni ayisiz bolalaringizni. Lekin bolalaringiz slabiyroq bo'lib qolar ekanda. Ancha mas'uliyat tashlasangiz, kuchliroq bo'ladi. Evlab ketar ekan. Erim ham dorga qaragan, singlim bor, uzatishim kerak. Ukam bor, uylanib, qancha o'lar, qaynatam borlar. Mas'uliyat erimga tushyapti. Akam ham shunaqa, opam bor, singlim bor, boshimda otam yo'q, endi men qilishim kerak deb. O'sha mas'uliyat bab tashlasham kerak ekan. Hozir hamma uylanib, yerga chaqalik bo'lib, tinchibga qaynim o'sinim ham bor. Mana hozir kichkina 1,5 yoshli o'g'lim tashab kelganman. Hozir hech kim yo'q, qarashga. O'sinim ham yaxshi, maqtab qo'y. Salom ayting. Hech kim o'sinni maqtamaydi, yaxshi. Ko'rsamasa hali kelgandan beri sen menga bormayapmiz. Bo'lmasam uyimiz alohida bo'lgani uchun bilmadim. Nimadan? Uni ham xarakteri yaxshi, meniki ham yaxshi. Bolalarimga qarab tursa, mana hozir ishidan qolib qarab o'tiribdi. Xo'sh, ishlaydi u. Da. Ishga bormasdan. Hamma ham shunaqa emas. O'zi qaynonam qaraylar. Qaynonangiz ishlaydilarmi? Yo'q. Bugun yurishlari chiqib qoluvdi.
men ham ketaman, men bu syomkani bir oy kutdim dedim. Tashlab ketdim. O'g'lim ham shu onasiga o'tiraveradi, unaqa begona siramaydi. O'sha o'rganib qoldida. Ular bilan yashaydi o'g'lim. Yashab Hali qanaqa? bog'chaga bermadingizmi? Yo'q hali. Ko'zim qiymayapti. Da. Ozgina katta. Qaynonam o'z bog'chadan yaxshi qaraylar. Qaynonamchi zerikib qoladilar. Uyda chola kampir o'tirishadi-da, ularga ermay. O'sini ham ishga ketadi, bolalari ham bog'chaga ketadi, ular ham ikkita qizi bor. Zerikib o'tiramiz, mana shu bizga ermay deb. Qon yaxshi aylanadi, bu bilan o'qisam, bab turg'izadi-da u. Bu turgan qolib chiqing, imlab baba olib chiqtiradi, kashasini tayyorlayman, ovqatini yediraman, cho'miltiraman deydilar. Kakani kichkina farzandlarga qarab o'tib, qon yaxshi aylanadi. Bu bo'lmasa men kasal bo'lib qolaman deydilar. O'sha yotoqchilik o'raman bu deydilar. O'sha hal mayli. Rashk yo'qmi sizda? Bolamgami? Da. Sog'inib qolaman. O'sha katta bolamda bo'lgan u narsa. Katta bolam 10 oyligida qaynonam bilan yotishni boshlagan. O'shancha o'sha katta qizimga ko'p adolatsizlik qilib qo'ygan sababi o'sha kattalarni o'zaro anaqasi bo'lib qolganda, adovati. Men qaynonamdan qizg'anganman uni. Ularga ham bosh navara bo'lgan. Ular menga bergilari kelmaydi. Men buni tug'ganman, men bergim kelmaydi. Talashardik bolani. O'shanda qizim ham bu bilan yotaman. O'sha endi ular ko'proq qaraganlar, men ishimni qilganman, bolaga qaynonam qaraganlar, shuning uchun bu qaynonamga bog'lanib qolgan. U buvim bilan degan sabab asabim buzilib ketdi, nervini bo'lib qoldi. Keyin shoshmay turinglar, men o'zimga tug'ib olaman, bermayman deganman-da. Aytganimni ham qilganman. Ikkinchi qizim tug'ganda qaqqa ko'cha supurishga ham olib chiqib ketganman. Vannaga kirsam olib kirib ketganman, oshxonaga kirsam, ovqat hidi bo'lsa ham olib kirib ketgan. Bering, anaqada o'tirmasin, yo'q, ana o'shanga o'xshab boylab yurganman. Bu ham buvisiga o'qib ketmasin debdi. Keyin yopishgan qo'ygan, uni keyin nikaga ajrata olmaganman u qizni-da. Boshda qizg'anib, ana o'qiganman, olganman-da. Keyin ko'chaga chiqiladigan vaziyatlar, bolasiz yuradigan vaziyatlarda keyin qiynalganman. Buvisiga o'rgangani ham yaxshi ekan deb qo'yganman keyin. Pul topganingizdan keyin o'zingizga ishonch paydo bo'ldimi yoki u doim bo'lganmi? O'zimga ishonch doim bo'lgan. Men aytdim, tavakkalchi bo'lganman. Qilaman, qila olaman degan mash miyamda yuradi. Qila olaman. Nima hamma qilyapti-ku, men o'zimga o'zim bergan savol shu. Mana men qilyapman, men ham qila olaman deb. O'zimga o'zim anaqam ishonchim juda baland. Qo'rqa olmasman unaqa. Yoshlikdan уже siz kuchli ayol bo'lgansiz, unaqa kaskadda. Yoshlikda meni erkin qo'yib qo'yishganda. Hatto kuchliga yetmaganda ham, meni bu xarakterimni erkin qo'yib qo'yishgan, zapret qo'yishmagan. Oyim ishda bo'lganlar, buvim bilan bu endi buvilarga navara anaqa bo'ladi-yu, urisha olmaydi, qattiq tura olmaydi. Qariya bo'lganlar, dodam, buvim. O'sha payt erkin bo'lganim uchun hozir unaqa bab erkin bo'lgan bolani seziladi, bab zapret qo'yilgan bola bilan. O'shaning uchun bolalarimni ko'p erkin qo'yganman. Yaxshi. Tars u narsa qilgim kelyaptim, qilaman. Hattochi kecha akam kulyaptilar, salonga bordik. Oy, bir so'm pulim yo'q. Ketdim, mashina ko'rib kelamiz. Akam, puling bormi? Yo'q, ko'rib kelaylik, bo'ladi keyin deyapman. Keyin bordik, ko'rdik. Qanaqa mashina ko'rdinglar? Har xil mashina. Endi meni ishimga ham anaqa kerak, kattaroq mashinalar ko'proq qiziqdi. Qaytyapmiz, akam aytibdilar. Opam qilib qoldilar, xabar olib, eng katta opam. Voy, unaqa Dilnorani puli yo'q bo'lsa ham tars ketvorar ekan, mashina ko'rib kelyapmiz, keyin pul bo'ladi dedim. Bo'ldi, shuni olgim keldimi, keyin ishlayman, 2 barobar ishlayman. U shu ko'rib kelgani meni motivatsiya bor. Bo'ldi, mana shu mashinani ko'rdimmi, olaman dedimmi, bo'ldi, endi 2 barobar ishlayman men. Hatto erim olib bera olinglar, lekin men o'zim qilgim kelyapti o'sha narsani. Menga o'zi erimga aytaman ko'pda, "Bab yordam beraylik, erim yordamsiz bo'laman." Menga bermay yordam deyman, o'zim qilay deyman. O'zim sinab qo'yaman, aytadi-yu, ajrashganda men zo'r mashinada yuraman. Erim oddiy bo'lib yurgan bo'lar, o'sha ajrashishga borganda aytaman deb. Hali qarab turing, zo'r mashinada oldingizdan o'tib ketaman desa, oyna 100 talik tonirovka bo'lmaydimi? Mani qo'l ko'tarib ketarsan, ziyovatsa qilyapti-da. O'sha menga yordam bermay o'zim qilay, ana o'qiveraman-da. O'zimni sinab ko'ray deyman, lekin bitta narsani qilaman dedimmi? Qo'ymayman deb qilmaguncha-chi. Uyqu bermaydi-da o'sha narsa. Voy, menda ham shunaqa. Ko'rib keldim, o'shan olishim kerak, nima ish qilsam ekan? Ana men bunaqa ko'proq sotsam ekan, men bunaqa qilsam ekan, o'sha miyamda plan tuzib olaman-da. Qaysi oyda tug'ilgansiz? Avgust.
Avgust levmisiz? Arslon. O'shaning uchunmi? Sizniki ham shunaqa? Yo'q, men kozirokman. Lekin koziroklar ham shunaqa. Yoshligimdan shu nimagadir erishmaguncha qo'ymayman-da. Hali ham bor. Baribir yoshligingizda bo'lgan narsani tashlolmasaga qiyin ekan baribir. Privichkalaringizni, da. Hozir ham ha qilib og'zimni ochib kulib yuboraman. O'rtoqlarim qo'pol hazillashaman. Ko'chada men bunaqa yurganimga er yo'lda bo'lishadi. O'zim erkin qilib beraman. Bunaqa o'zimni odobli tutib, o'zimni olib qilib bermayman. O'zingizchalik emassiz, ha? O'zimcha emasman, to'g'ri, o'zimcha emasman. Bo'ladi-yu, ayollar ko'chada unaqa joylari ham bo'ladi, odob saqlaydigan joylarda. Men o'zimni jinni kurugimga kirib qolsam, ular ham shunaqada. Bo'ldi, hammamiz bitta bo'lsak bo'ldi. Ofisant ham qolmaydi, zavzal ham qolmaydi, restoran egasi ham qolmaydi. Hammasi izovatsiya qilib, kulib, mazza qilib shu yerda chiqib ketamiz-da. Nima deydi? Dam olib kelaman-da o'rtoqlarim bilan. Unda chetdan o'rtoqlarim ko'ring, hammasi o'zimga o'xshagan. Juda zo'r. Qanaqa savol siz berardingiz keyingi mehmonimizga? Men hammaga shu savolni beraman, ularga berib ketaman. Farzandlarni urmaganmilar? Hozir urgan bo'lsalar ham endi 99% urgan ayollar. Afsuslanarlarmi? Men nimadan afsuslanaman? Atrofdagilarni deb urganimdan afsuslanaman. Qancha o'zini aybiga kalta yemagan-da u. Ni za что degani. Ni za что. Bolani nimaga uramiz? Bizga kuchi bizga yetmagani uchun-da. O'sha miyamni har kuni yeydi meni. U sizga qanaqadir nima deydi o'zbekchalab minnatmi? O'shani keltiradimi? Aytadimi, mana bunaqa siz menga singlariga aytadi, eshitib qolaman. Sani oyim urmaylar, meni urganlar esida qoladi. Qancha hozir urmayman. O'sha bo'yimdek bo'lib qolgan. Hozir juda aqlli. O'sha payt ham men yosh bo'lgan, unaqa aqlsiz bo'lmagan deyman. Kichkina 2-3 yosh bo'lgan. Qaynam bilan yashayotganimda, o'sha 5 yoshgacha yashaganman. Kattaman 5-6 yoshgacha yashagan bo'lsam, 5-6 yoshli bolada nima bo'ladi? Tем более qiz bola spokойniy bo'lgan, ularni alamini olib qo'yardim-da. Keyin hozir o'shanga mendan keyin kelayotgan odamga ham shu savolda nima qilsam bo'ladi? Hammadan so'rab chiqaman. Lekin qizim ichlarim shilinib ketdi. Aytgan singlariga salom oyim urmaganlar deb. Xo'jani ikkinchi shustrida qizim, shustrida boylab o'zimga yurganman dedim. Vaziyatdan shunaqa zo'r chiqib, unga urishga ham qo'lingiz bormaydi. Tilini aylantirib chiqib ketadi vaziyatdan. Urishgacha jim turadi-da katta. Chidab. Lekin uni ham o'sha psixologik travmasi bor o'ziga yarasha deb o'ylayman. O'shaning uchun ularni adasdan mahrum qilmayman. Men nima bo'lgan taqdirda ham, hatto ustim-usti bo'lmasin travmasi. Shunda. Lekin biz ham yoshligimizda katta yeb katta bo'lganmiz. Nimalarni biz ko'rgandik-da. Lekin hozir oyimga nisbatan umuman nafrat yo'q. Anaqa yo'q. Endi oldingi bolalar kalta yeb katta bo'lgan. Menda nima anaqa bo'ladi? Oldingi bolalar hammasi kalta yegan. Menda bitta o'shaning kaltaga ko'p yeb qo'yganda o'shaning uchun. Chunki u o'zini solishtiradi singlariga. Nima sallarni oyim urmaganlar, meni urganlar. Shunaqa yomon qiz bo'lganman. Unga hozir tushuntira olmaysiz. Men o'sha payt o'zim boshqara olmaganman. Lekin bir oldimga o'tirib, uzoqdan olib kelib tushuntirgan vaziyatlarim ham bo'lgan. Endi balkim katta qiz bo'lsa tushunar. Aytadi o'zi ham. Oyi katta bo'lsa men tug'mayman deydi. Voy jinnimisan unaqa dema. Meni katta o'g'lim shunaqa to'g'ri aytadi. Men uylanmayman. Men anaqa menga bola kerak emas. Именно kattam. Тоже travmalar bor. Это, наверное, bizdan ko'rib o'zbekchilik deydi. Yo'q, uchi adamga o'xshagani keriga tegaman deb qo'yadi. U birinchi qahramoni uni adasi bo'ldi-da. Har bitta bolasi, qizida shunaqa bo'ladi birinchi. Adasini sevishadi, lekin tug'mayman deydi. U yaxshi niyat qil, unaqa dema. Har bitta gapga farishtomini yaxshi niyat qil. Mana men Anor xolam, Anor opamotlar bizni siqilganimizda dardlashamiz, zerikamiz, telefon baribir sening bo'lishi kerak. Bolalaringni opa-singili bo'lishi kerak, bo'pti, bitta tug'aman deb katta qilib ikkinchisini o'ylab ko'raman. Nimaga unaqa deyapti uchi? Singlariga, ukalariga qaradi, u ona bo'ldi-da. Polni pampers joniga datta bo'lgan. Ikkinchimga ham tashlashga qaragan xarakterda unda vaziyatdan chiqib ketib qaramaydi u singlariga-da. Perfeksionist emasmi? Masalan, har bitta narsani qilganida idealniy. Pofigistmi? Katta qizingiz pofigistmi? Yo'q, ikkinchim. Yo'q, kattangiz perfeksionistmi? Lekin hamma menga o'xshab harakatchi qilib ko'radi. Tavakkalchi.
qiziqishlarini o'zi bolash-ku sal maqtasangiz, уже keyingi safar yana ham boshqa narsa. Menimcha rassomchilikka qiziqyapti, u rassom bo'lsa kerak. Shunaqa cho'tki rasmni chizib qo'yadi. O'zim ham shu san chizdingmi deb o'zi bilasizmi, odam deb talant bo'ladi. Da. Maktabda 5 xudoga shukr, anaqa men o'zim maktabgacha o'qishga qotirmaganman-ku. Yomon ko'rganman. Qaysi fan yaxshi ko'rardingiz? Men o'zim maktabga borishni yaxshi ko'rmasdim. Da. Menda Любимый anaqa bo'lmagan? Psixologiya darsi bo'ladi, faqat o'shani yaxshi ko'raman. Bizda bo'lmagan hayotda. Bizda bo'lgan. Psixologiya darsi testli o'tkazishardi. Men o'zimni xarakterimni bilasizmi, psixologически ochib beradi-yu xarakteringizni. O'shani bilgan sarim xursand, to'g'ri chiqardi, xursand bo'lib ketaman. Bitta shu psixologiya fanini yoqtirardi. Sizda nimagadir yo'q edi? Yo'q, bizda bo'lgan. Lekin shu joyini agar qizim ko'rsatgan bo'lsam, ko'rsatmayman. Men yaxshi o'qiganman deyman. Yaxshi o'qilar, yaxshi. Lekin mana-da, ikkichi mana qana nima desam bo'ladi, ota-onalarga anaqam ikkichi boladan nimadir katta odam chiqadi-da. Bilasizmi, mana ikkichilar ularda talant bo'ladi, списывать. Bu ham talant kerak-ku. Договориться, bu degani munosabat qilish kerak, olish kerak, tez undan qarab, bundan qarab списывать bularga ham talant. Ko'chirish ham talant. Конечно. Masalan, menda zo'r atmetka bo'lgan, lekin men ham ko'p anaqa ko'chirardim-da. Mencha ruchkam bitta otib yuborardim-da, ruchkam olgan kishi bo'limda oldim-da, a'lochilardan qarashib ruchkam olib o'tirar. U payt bo'ladi, daftarlarni anaqa bekitib olish. Stixikada endi chiqasiz-ku doskaga-da. Esingizdan chiqsa ham kimdir aytsa, siz davom anuni eshitib, buni eshitib, bu ham talant-ku. O'qituvchim qarab turgan ekan, u yoqqa qaramayman-da. Ayaqqa qarab bittasi ko'rsatib daftarda yozyotib tomosha qilib turgan ekan. O'tir 2 sanga yetib turganga 5 deganda. U yoq tarafga qaramayman-da, yozaverman doskaga. Juda she'r yodlashlarni yomon ko'rardim. Voy, men ham she'r bersalar. Matematikani yaxshi ko'rardim. Matematika, cherchение. Yo'q, men matematikani yaxshi ko'rmasdim, lekin mana hozir meni ishim shu matematika bilan bog'liq, hisob-kitob bilan. Da? Kalkulyatorda ishlaysizmi? Kalkulyatorda, конечно. Endi mayda anaqalar, уже psixologический miyangizni уже hisoblab borsiz, mana bitta gel qo'yishdi, bitta chistol qo'yishdi, bitta sovun qo'yishdi, уже shiriq, mamincha, plyus, уже kalkulyatorgacha bormayman-da, уже bundoq oxirgisini qo'yib bo'lgan, sizdan mamincha deyman. Уже avtomatik miya ham ishlab ketaveradi menda. Lekin baribir kerak ekan-a? Matematika. Lekin mana shu biznesda ham eng oltin qoidalardan aytib o'taman, biznesmen bo'lmoqchi bo'lganlarga. Pul juda aqlli narsa-da. Bebersiz ishlatsangiz yomon ko'radi u. Pul hisob-kitobni yaxshi ko'radi. Qattiq hisob-kitob qilish kerak. Keyin baribir saxiy bo'lish kerak, jayam uni yomon ko'radi. Tarqatib tashlagan. Siz qanaqa sizda plan, masalan, deylik, masalan, просто men hozir aytaman, masalan, $1000 topdingiz. Boylar nima deydi? 10% ni o'zingga ber, 10% ni qoldir kopilkaga, yig', qolganini ishlatsang bo'ladi. Siz qanaqa qoidani, как сказать, ushlaysiz? Men eng qoidam, masalan, deylik, 1 million foyda, deylik, 1 million 100 lik расход qilmaslik. Foydadan ko'p katta foydangizdan hech ozgina ham ko'p расход qilish kerak emas. O'sha eng bankrotlikni, krizis shu olib keladi. Foyda 1 million botim, 800 ming hech расход qilish kerak, 500 ming masalan-da. Ko'p pul topganman deb, masalan, 1 million foyda qilsiz, 1,5 million расход. Meni расходlarim ko'p, shuning uchun ko'p ishlayman men. Men просто mamnun qilganman. Просто ozgina aytib qo'yay. Qanaqa kvartira oldim 25 yoshimda. Men butun oyligimni olardim, so'mda berardi-ku. Men сразу dollarga o'zgartirardim. Dollarda ishlatmaysiz pul. O'shanda o'zimga 1 millionchami, 300 mingchami shunaqa qoldirardim. Qolganini hammasini dollarga qo'yardim. Shunga ko'nikardi. O'sha 1 million bo'ldi, men bilardim. Men bilardim, что mana bu masalan 1 millionga men yashashim kerak. Bo'ldi. Qolgan masalan $1000mi, $800mi oyiga men olib qo'yardim. Bo'ldi. U как anaqa shunaqa черная kniga bo'ladi-ku, uni tegmas edim. Va tak yig'ib kvartira oldim. O'sha eng katta narsa. To'g'ri qilgansiz. Agar o'shani o'zingiz oldin o'zingiz uchun o'sha $1000 yetishini singdirib olishingiz. 1 millionni 1 million atib qo'yganman do'st, o'shani oldin o'zingizga singdirishingiz kerak-da.
o'shani men yetkazishim kerak. Agar undan men olib qo'yganingiz bilan yetkazolmay bitta dollaringizni maydalaganingizni hali ola olmassiz. Da. Молодец, 25 yoshda o'g'il bola ham uy ololmayapti. Endi penthouse emas, bir xonali uy, TTZ, endi TTZ arzonroq anaqa rayon, TTZdan oldim, lekin faxrlanaman, что ayol kishi bo'lib. Zato qildingiz. Da, bitta o'zim oldim. Zato qildingiz. И сразу, bilasizmi, u yerda yashamadim. Men сразу arendaga berdim. И bilasizmi, bu pul barakali bo'lgan. Men arendaga berib, o'sha pullarni tegmasdim тоже. Yig'ardim, keyin o'sha pulga men remont qildim. Вообще barakali bo'lar ekan. Niyatingiz sof, уже bilasizmi, to'ylarda to'y boshlasangiz, или qarz yopaman desangiz, niyatingiz anaqa bo'lsa, Xudo yetkazadi. Sizning niyatingiz o'sha bo'lganda, yaxshi niyatda bo'lgansiz. И mana masalan, men o'ylardim, что kvartira olish juda qiyin. Установкада bo'lgan. Ololmayman deganman. Оказывается, hamma narsa qilish mumkin. O'limdan boshqa narsa imkon. Hamma narsa. Faqat harakatda-da, yarim yo'lda sinib qolish kerak emas-da. Ishonch. Birinchi ishonch, harakat, Xudo o'zi siz даже bilmay qolasiz, hattan kelyapti bu pullar. Yo'llaringizni ochib qo'ysa hech gap. Har kuni kechqurun men o'zimga odat qilib olganman. Baribir bu yoqdanchi men harakat qilmay, baribir ilmdan ham ozgina sababini qilishingiz kerak. Har kuni kechqurun Voqea surasini o'qisa, kambag'allikni qochiradi o'sha. Даже mana shunaqa anaqa bor, rivoyat bor. Payg'ambarimiz qizlarni Aliga uzatayotganlarda hamma aytgan. Bularda pul yo'q, nimaga uzatyapsan deb. Men qizimga kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqyapsizlarmi? Ha, desalar, men qizimga Voqea surasini yodlatganman deganlar. Xo'sh, bu yo'ldan sababini ham qilish kerak, ibodatlarni ham qilish kerak deb o'ylayman. To'g'ri yo'lda, halol yo'lda ketsa, Alloh inshaalloh o'zi ochib qo'yadi. Masalan, siz ko'chaga bugun kimdir uxlatib ketaman, bugun kimdir qaqshatib ketaman deb chiqmaysiz-ku, niyatga ham bog'liq deb. Men bunaqa boshqaradida. Bugun men pul topishim kerak, ana uyimga, kvartiraga pul to'lashim kerak. Mana qilishim kerak. Bolalarimga yetkazishim kerak, o'zimga yetkazishim kerak. Shunga yarasha ozgina nimadandir ekonom qilasiz. Уже niyatingiz tozami? Bismillah deb ko'chaga chiqdingizmi, bo'ldi. Inshaalloh yo'lingizni ochadi Alloh. Va sabablarni ham qilib turish kerak deb o'ylayman. Обязательно бездействие qanaqa bo'ladi? Действие. Alloh o'zi bilan gaplashishni xohlaganlarga boshiga qiyin kunlarni soladi deb o'ylayman. Ne masalan? Men o'zimda shunaqa deb o'ylaganman. Bizani ko'zimizni ochish uchun balki shunaqa kunlarni ko'rgandirmiz deb o'ylayman-da. Bo'lmasam yuraveradi yonimizda shoqollar bor ekan, bilmagan ekanmiz. To'g'risi-da. Ular bilan oxirgacha bora olmassiz. Bizga men xursandman, vohli ko'zimizni ochdi. Bolalarim hali yoshligida, hali ham bo'lsa er xotin kuch-quvvatimiz borligida vohli ko'zimizni ochganiga shukr qilamiz-da. Yaxshi. Endi qiyin savol bo'ladi. Sizni hayotingizda armoningiz bormi? Armonim shu hamma narsa babi shu otam yo'liga taqavlyapti-da. Lekin orzularim qolmadi. Bor, sekin-sekin erim ushalmagan orzularimni erim yordamida qilib oldim. Armonimni o'zi erim yordam bera olmaydi, o'zi unga hech kim yordam bera olmasa kerak. Men xohlamasdim otasi katta bo'lish. Xohlamasidingiz? Chunki juda ham menda baribir maktabga kelgan o'rtoqlarimdan havas qilaman, adasi bilan kelgan. Adam bilan maktabga borishi menga orzu edi. Hatto bir marta bo'lsa ham. Ko'rmadilar sizni maktabga chiqqaningizni? Ko'rmadilar. O'tda qo'rqib turardim majlis bo'lganda. Otalar majlisi deb qolishidan qo'rqardim-da. Kim boraman, qanaqa? Hoja akam bildirmadilar. Akam bordir. Lekin men butun umr orzu qilgandim otam bilan borish. Baba, onam Allohga shukr unaqa kam ko'p ko'z qilmay katta qilganlar bizani. Otam yo'ligini bildirmaslikka harakat qilib. Lekin baba o'rni bor ekanda. Adasini mashinasidan tushib kelganlar yoki adasini qo'lida sudrab kelganlar. Havas qilib, chunki men esimda bog'cha paytim bor edilar-da. Yelkalariga o'tkazib bog'chaga olib borganlar-da. Mendan odamdan yaxshi tramma qolganda. Dashi maktabda ham. Endi Alloh ishlari buni biza
ani qila olmaymiz. O'shaning uchun mana o'zimda bo'lmagan narsalarni bolalarimdan mahrum qilmayman. O'shaning uchun juda qattiq kunlarga chidadim deyman. Hozir bunaqa kulib o'tirganlarim orqasida juda bir qo'rqinchli kunlarim o'tganman. Eslasam kinoda, ужасный kinoda u. Mani bolaligim boladek o'tmaganda desa ham bo'ladi. Siz adingiz vafot etdilarmi? Yiqilib tushganlar, boshlariga qon quyilgan. Pamit ketgan oldiniga. Endi elas eslayman, keyin boshlariga qon quyilgan hisobiga o'sha birinchi hech kimni tanimaslikni boshlaganlar, keyin baribir ozib ketganlar, keyin baribir o'lganlar. Siz endi kichkina qiz bo'lgansiz. O'sha payt ham adam erkatoylar bo'lganman-da. Yoshligimda ko'p kasal bo'lganman men. Даже meni yashamaydi ham deyishgan. Nidonoshini 7 oyda tug'ilib qolganman. O'sha payt meni o'shandan kurashish boshlaganman deyman. O'shandan bo'lgan ekan, hozir oyim aytib beradilar. Nidonoshini deb 7 oyda tug'ilganman. Doktorlar o'zi yashamaydi, u bu manaqa bo'lgan, umid juda ham kam bo'lgan. Oyim baribir lekin kurashganlar, taslim bo'lmagan ekanlar. Yashab ketgan, bilasizmi, o'zi 7 oylik chayir bo'ladi. Baribir qizlar kurashuvchan bo'ladi. O'g'il bola slabiyroq bo'ladi. O'shandan boshlab mayli, xo'j 1-sinfgacha bo'lsa ham adam bilan yashaganman, ozgina bo'lsa ham-da. Eslayman, shashlik do'mib tursa ham. O'sha sevgiga to'ymagansiz edi. Chala bo'lib qolgan, baribir. Shuning uchun bo'shliq bor-da, baribir. Hozir otani ko'rganingizda nima derdingiz? Agar shunaqa imkoniyat bo'lganida. Yaxshi ko'rishimni ko'p etgan bo'lardim. Hatto shu oyimga ham vaqti kelsa ko'p ayta olmayman-da. Nimagadir bolalar orada anaqa bormi, parda bormi, qanaqadir yo aytishingizni chiqib qoladim, ish bilan bo'lib, yo uyalamizmi? Hatto oyimga ham ko'p ayta olmay, hozir aytib oling. Juda ham yaxshi ko'rishimni. Hozir yuzlab tordingiz. Adamga ham shu gapni aytgan bo'lardim. Juda ham. Hozir oyingizga ayting, vaqt bor, ko'rsinlar. Bir xilda xafa qilib qo'yaman oyimni ham. Baribir aytaman-ku. Psixologik travmalarimga baribir taqaladimi hamma narsa. Ko'pincha oyimga ham o'sha payt ular bilan qaynatam bilan yashagan paytlarim ham oyimga ham qattiq gapni, hali homilador, hali mayli hozir qiynalyapti, hali bu deb indamay ketardi tag'in ham. Oyim unaqa o'chira ovoz masalan oyimman demaganlar hali shu paytgacha-da. Yumshoqda ular. Yumshoqlar. Ularni ham hayot shunaqa qilib qo'yganda balki. Yumshoq, majbur bo'lganmilar, lekin ular ham ayol boshlariga juda katta ko'p ishlar qilib yuborganlar, buyuk uy solganlar, uy olganlar. Men hozir bitta yetimga ham uy solib beryaptilar. Uni men podpischikalarim biladi. Da? Yolg'iz boshlariga endi albatta akam ham borlar. Har doim erkaklar kadr orqasida qolib ketadi. Akam ham podishka qiladilar, shuning uchun Alloh o'zi yetqizyapti. Niyatlari shu yetimga uy qilib beraman deganlari uchun Alloh o'zi yetqizyapti. Oyim ham juda mendan battar ko'nglari bo'sh. Menda ham shu oyimdan o'tgan shakl. Endi to'g'ri, men to'polonchigim bu alohida tema. Bu yoshligim to'polonchi bo'lganman. O'sha vechna kimdandir alamzada hammani ayblab chiqardim-da. Hammani kimdir nimadir hayotim nimadir bo'lyaptim, kimdir aybdor bo'lardi-da. Bu bilasiz nimadan bo'ladi? Sevgiga to'ymagan bolada bo'ladi. Sevgini ko'rmagan, to'ymagan. Endi sevgi berishgan sizga kaskach kam bo'lganda o'sha paytda. Lekin hozir yechim bor. Siz o'zingizga o'zingiz yo'q, siz endi o'zingizga mana hozir siz katta bo'ldingiz, o'zingizga o'zingiz o'sha sevgini berishingiz mumkin. Masalan, nimani siz kutgansiz otadan, siz o'zingiz bera olasiz. Endi baribir men тоже yaqinda bildim. Men adamnikiga bordim. Yaqinda, например, я постоянно тоже хожу на кладбище-da. Men tushundim, что любой yoshingizda farqi yo'q. Katta bo'lasizmi, kichkina bo'lasizmi, ota kerak ekan. Конечно. И baribir sog'inasiz, просто oddiy gaplarni shunaqa oyim siqilmasinlar deb ayta olmayman. Men unaqa bo'lmadi-da, yo anaqa ko'z yoshingizni ko'rsatmaysiz, masalan, ularni o'ylab turaylar. Bola bo'lib adamga aytib beraman deya olmadim-da. Men to'g'ri o'zim hal qilib tashladim hamma narsani. Tars ko'chaga chiqib
o'shaning o'zim uchun joyida shunaqa hal- bo'ldingiz ha, shuning uchun kuchli Da, bo'ldim. da, da. Chunki meni adam ketaman degan odam bo'lmaganda, o'zim joyida hal qilishim kerak bo'lgan. Menga akam urush o'rgatardilar. Yeterab kelmay o'sha yerda hal qilib ketaverdilar. Men chiqib o'zimdan kichkina bola bilan ura olmayman, urisha olmayman. Ras senga tegyaptim, o'sha yerda hal qilib ketsalar, men ham borib mana senga deb urganman. No, menga undan ko'ra adam bo'lib, ada qarang, ada mana bolalar ovoz qizlarimga qarab turib shunaqa-da. Ada qarang, mana menga undan shunaqa endi bu men taqdirim peshadan bo'lgan, endi hozir Allohda undan kuchli bo'lganda baba adasini qizi bo'lganim yaxshiroq edi. Mana hozir baba oyim taki qiynalib bizani katta qilganlar, oyimga ham hamma narsa aytib olmayman. Ham bizani erga berib, ham tinchib ketib, ham yana problemlarimizni eshitadilar deyman-da. Даже mana shu qiyin kunlarimda kimdir yelkasiga bosh qo'yib baqirib yig'lagan shu otam bo'lganda. Lekin Allohga shukr, akam, erim sal bo'lsa ham to'ldirishdi. Xo'sh eshitdi meni. Sal bo'lsa ham, agar erim ham shunaqa bo'lganda, qaqqa bo'lardi, nima qilardi, battar bo'lardi. Mendan balkim sog'lom bola tug'ilmasmidi, balkim padeshka babi Ispaniyaga kirganda siqilma o'tib ketadi. Men bormay yoningda padeshka berardilar-da. Xo'jayinim. Oxirigacha mana hozir bor, mana ko'p yetganman, men har kuni vaqt kelsa ajrashaydi. O'sha payt ajrashorganda. Hozir men balkim bu darajagacha yetib kelmasdim. Shuncha bola bo'lmasdi. Baribir bitta odam bo'lsa, bitta odam ikki yoni harakati bilan bo'ladi-da. Tashab qo'ysa, hozir erim menga nima deganlarda balkim kuchli bo'lmasdim balkim. Shunaqa. Zo'r istoriya aytdingiz. Endi oxirgisi va oxirgi mana motivatsiya so'zlarini eshitmoqchimiz. Siz bugun, например, o'zingiz bilan nima olib ketyapsiz? Qanaqa fikrlar, nima o'zgarishlar? Baribir odam postoyanno nimadir oladi-ku o'zi uchun. Men o'zi ertalab ko'zimni ochganda masjidga kelishimni o'zidan bitta motiv, значит, men o'syapman. Men o'sha intervyuga chaqirildim, значит, meni o'rnim bor. Men o'sha bir nimalarga erishdim. Meni klientlarim yoshlar shuna xursand. Men ovoz eshitishga kiraman deyshadi. Shuna xursand bo'lib ketaman. Hozir yangi uyda o'tirgan kelinlarga aytganingizdek qaram bo'lib yoki endi ish boshlamoqchi bo'lganlarga taslim bo'lmanglar deyman. Kommentariyani o'chirib qo'yish kerak, faqat bu atrof muhitda. Ular o'sha sizni vibratsiyangizni tushirib qo'yishadi. Sizga kimdir negativ yozib tursa, men ahamiyat bermam deganingiz ham baribir bo'ladi. Da, baribir nimadir olasiz. Ichingizdan o'tadi-da. Yon atrofni o'chirib qo'ysa mazza qilib, keyin mana hozir siz boshqalarning ko'zi o'shalar qanaqalar yozadi? Uyda o'tirib ishtasiga erisha olmaganlar yozib o'tiradi, vaqti yo'q. Yaxshi odamlarni, ish ko'plarni vaqti yo'q sizga kommentariy yozishga yoki sizga aqllilik qilishga. O'ylash kerak, qo'ldan kelmayapti-da o'zim shuncha gap. Atrof muhitda o'pshi men voy nimalar deb tashashmagan bizani ham, er-xotin. Nimalar deb tashashmagan. Ahamiyat bermaymiz, erim ham ahamiyat bermaydi. To'g'ri. O'zi atrof muhitda gapiga kirib, erim menga kelib gapirmaylar, men ham shunaqa gapirmayman. O'zi sizdan baxtliroq odam hech qachon siz bilan ishi yo'q. Ishi bo'lmaydi. Shunaqa. O'zini hayoti bilan ovora bo'ladi. Ularning ham travmasi bormi deb o'ylaysizda. Psixologik travmasi borlar. Shunaqa men aytaman, yoshligimda ham shu kimdir aybdor bo'lgan menga. Travmasi bor-da ularning ham deyman. Ularga o'z ustinglarda ishlashni maslahat beraman. Menda ham bo'lgan shunaqa travma. O'zim ustimda ishlab, balkim ularga menga mana shu bankrot bo'lganimiz, yon atrofimizda bizdan yuz o'girgani menga motivatsiya bo'ldi. O'sha darajagacha bormasdan harakat qilishlik kerak. Deb balkim o'qish kerak, izlanishga mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa qilib shu anaqaga kirgansiz? Kirgunimcha voy qiyin bo'lgan. O'shda sizda hozir reja bu yilga nima? Oxirgi reja. Oxirgi savolimiz bo'lsin. Dastavvo oxirgacha qarzlarimizni yopish eng kattasi. Ikkinchi o'rinda qaynatamni umraga jo'natish inshaalloh. Uchinchi o'rinda keyin o'zimga zo'r mashina olish. Inshaalloh. Xudo xolasa. Xudo xolasa yangi yilda siz bilan
yozishamiz, Xudo balkim xohlasa. ko'rishamiz. Balkim inshaalloh o'sha kungacha Siz salom aytasiz, aytib что olaylik. hamma narsaniga Inshaalloh. amal bo'ldi. To'g'ri aytyapmanmi? Da. Xudo xohlasa. Shu Inshaalloh. kunlarga yetib olaylik. Sizga katta rahmat. Rahmat. Juda sizga. xursand bo'ldim. Kelishingizga, shunaqa suhbat, как сказать, bugun juda men o'zim uchun ko'p narsa oldim, ko'rdim, motivatsiya ham oldim. Umuman boshqa Dilnorani ko'rdim. Xursandman. Baribir hamma telefon orqasiga ishonish kerak emas-da, Da, baribir. sizga omad tilayman. Rahmat Xudo sizga. xolasa hamma yaxshi niyatlaringizga erishing. Xudo xolasa Sizga ham katta rahmat. Shu yoqqa meni shunchalik e'tibor berib, meni kuzatib chaqirganingizga ham. Menga bu yana motivatsiya bo'ldi. Чтобы keyin safar siz bilan ko'rishib, yana bir nimalarimni siz bilan maqtanish uchun deylik, yana men harakat qilaman. Mana mana shu narsaga erishdim deb, motivatsiya ham katta beradi. Yana menga va'da bering, yana chaqirishingizga. Xudo xolasa mashina oling. Xudo xolasa inshaalloh. Xabar olib tursangiz. Keyin endi menga o'xshagan yosh unaqa oilalarga, budishiy tadbirkorlarga harakat, faqat harakat. Bu yoqda sababini ham avvalambor Allohdan so'rasham. Shu yo atrofga ahamiyat bermaslik, bu erkaklarga ham shu iltimos qilib qo'yaman, xotin kishini podдержка qilish. Men ham o'zimdan o'zim unaqa bo'lib qolmaganman. Qaynotamga, meni podдержка qilganlarga, yordam berib, bola chaqamni qarab turganlarga, onamga har doim uzoqda bo'lsa ham bab duo qilib o'tirarlar. Bir miyalarni bir uchida bab bu yoqda men bo'lam, biza bo'lamiz bola chaqa, ya'ni men ham rahmat deb qolaman hamma qarindosh o'rtoqlarim, meni yonimda shu paytgacha podдержка qilib qolganlarga rahmat deyman. Menga yomonlik qilib mana shu darajaga olib kelib qo'yganlarga ham rahmat deb yuboring. Shu boshqa payt kuchim yo'q deb rahmat deyishga deyapman. Гордостный позволяет deydi. Ularga ham rahmat deyman. Meni yerga o'raman, shu olib chiqib qo'yishdi. Ularga ham rahmat deyman. Har bitta yomon narsani bitta hikmat bor, orqasida yaxshilik bo'ladi. Обязательно, shunaqa bo'ladi. Shunaqa o'zingizlarga motivatsiya berib, Xudo xolasa masjidga sizlar ham yetib kelib, intervyu berib o'tirishinglarni tilab qolaman. Podpischalarimga ham. Sizga ham rahmat, xursand bo'ldim chaqirganingizga. Rahmat, men ham xursandman. Agar sizga shunaqa podkastlarim yoqqan bo'lsa, обязательно like bosing va kommentariya yozing. Meni kanalimga obuna bo'ling. Hammaga rahmat. С любовью, ваша Гузаль.